Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm 4. bab Avval İman 55. bet. Nefsi azgınlıkның xatarları. Allah Taala nefsinin takvalıqını ve pasıqlığını qabul qilib yaratgan. Allah Taala mundaq deydi. Ruh bilen ve onu chiroyli qilib yaratgan, onunğa yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nefsini küfri ve psik fujur bilen kemsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Shams suresi 7. ayetdan 10. ayetgacha. Şuna nefsini iman ve takvalık yükünü arkalık tizginlemegende onun haddinin eşinin çekçirisi bulmaydı. Nefsinin Salih aleyhisselam kavmi Samut'na qandaq alaf gelip gelgelikini oylanıp baktınız mı? Ular Salih aleyhisselamның peygamberlikini yalğanğa çıkargan, Allah'a iman eşittin başta atqan ve Salih'nin peygamberlikini ispatlaydigan möcüze boluşunu talep qilishgan edi. Allah Taala peygamberinin rastlığı dalil bolsun ve ularga aşkarı möcüze bolsun üçün Kur'an taş arsilini tökü çıkarıp berdi. Allah Taala Salih aleyhisselamdan bayan qilib mundaq deydi. Ey kavmim, bu Allah bevasita yaratgan çiştöge sizlerge mening möcüzemdir. Onu Allah'ның zimine koyuyorlar, ixtiyari otlusun. Onun ziyan zahmet yetkizmenler, bolmasa sizlerini pat keladigan azap halak kılıdı. Hud suresi 64. ayet. Ahval mana mushundaq tursumu, Salih aleyhisselamның kavmi qandaq ifade bildirdi? Ular Rabbiga teslim bolup, Rabbi tarafidan avatilgan peygamberge iman etdimi? Belki ular çiştügünü boğuzladı, Perverdigarının emrini tunuşdun başta attı ve ey Salih, rastlı peygamberlerden bolsan bizge vaat qilgan azapını keltirip bak dedi. Araf suresi 77. ayet. Şunun bilen ular nimeler düşer boldu? Belki ularga qattiq azap yüzlendi de ular öylerde olturgan peti ketip kaldı. Salih aleyhisselam ular alak bolgandan keyin ularga arqısını qildi ve ey kavmim, sizlerge hakikaten Perverdigarımның elçilikini yetkizdim. Sizlerge nasihat qildim. Lekin sizler nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar dedi. Araf suresi 78. 79. ayet. Undaqda ular qandaqsigi bu qadar haddidan aşıdı? Kur'an-ı Kerim yuqorqi savolga javoban ularning ahvolini qisqacha xulosalab bergan bo'lib, Alloh taolo ularning haddidan eshishining tugini bo'g'izlash qadar berib yetishiga, ularning o'z nafslarini pok tutmay tashlab qo'yganlik sababli kelgan bayon qilib mundaq deydi. Ruh bilan ve onu chiroyli qilib yaratgan, onunğa yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri ve psik fujur bilan kemsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Samud haddidan aşqanlik uchun peygamberini inkar qildi. Shams suresi 7. ayetdan 11. ayetgacha. Siz yana nefsinin Yusuf aleyhisselamның qarindoshlarını qandaq ahvolga duchor qilganligiga qarab taqing. Ular Yusufның to'ngligini yalğandan qanığı boyab elib kelishgan edi. Yaqub, bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyli savr qilaman. Sizlerning mushu yalğan sözünlerini götürüşümge Allah mededgardır dedi. Yusuf suresi 18. ayet. Şuningdek siz yana nefsinin Samiriga nimalarni qildirganligiga qarab baqing. Musa aytdi: "Ey Samiri, sen nima bo'lding? Yani mundaq yomon ishni qilishingdan g'arizing nima?" Samiri aytdi: "Men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elçi, yani Cebrail'nin izidan bir çangal topunu aldım-da, onu mozayga çaşdım. Şunun bilen onundan mozayının avazı oxşaş avaz çıktı. Şunundaki bunu bana nefsim çıraylık görsetti." Taha suresi 95-96. ayetler. Nefsi azgınlıkның xatar elip kildiğanlıqıga Adem aleyhisselamның iki oğlunun ahvali nihayet yaxşı misal bulalaydı. Adem aleyhisselamның iki oğlu oxşaş muhitda terbiye görgen akukular bolsumu, amma ulardan biri Allah'tan qorqush yugini arqalıq nefsini tizginlagan, yana biri bolsa nefsini yugansiz aldı tashlab qo'ygan edi. Belki onun nefsi yugallab olgan ve onu özünün əsiriga aylandırıb olgan bo'lib, u nefsinin keynik girish ve onun talablarini amalga oshirish yo'sidan nefsiga itoat qilgan edi. Allah Taala aytadi: "U yani Qabilning nefsi onunğa qirinishini, yani Abilni öldürüşünü chiroyli ko'rsatdi.
Şunun bilan uni o'ltirib, dunyo va oxiratda ziyon tarqatishlardan bo'ldi. Allah onunğa qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'a avatdi. U tumshqi va ikki puti bilan yerni ko'ladi. U buni ko'rib, "Voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'achilik bo'lishdan ojiz qildimmi?" dedi. Shuning bilan u nadomat qilg'uchilardan bo'ldi. Maida surasi 30-31 oyatlar. Allah Taala nefslerge hidayetnimi, fasıqlıqnımı qabul qila oladigan iqtidorni bergan bo'lib, zamin yuzidagi har qanday insonda bu xil xususiyatning bo'lishi tabiiydir. Bu xil xususiyat hamisha uning amrahdir. Bu hargizmi ko'plagan insonlarning nafs xohishining va nafsining fasiqligi bo'lgan intilishining orqasiga kirib ketishiga sabab ularda hidoyatni qabul qilgan xususiyat bo'lmaganligidandir deganligimiz emas. Vaqtning o'tishi va muddatning uzilishi ba'zida qalbning qetib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Ammo bu hargizmi shunday ahvoldagi kishilarning nafslarining poklashining asla mumkin emasligini bildirmaydi. Balki Alloh taolo xuddi o'lik zaminni qayta hayotlikka erishtirganidek, qalblarni qayta hayotlikka erishtirdi. Alloh taolo bunday deydi: Bilinglarki, Alloh zaminni o'lgandan keyin tirildirdi. Ya'ni qoqos qurg'oq zaminni yomg'ir bilan ko'kartirdi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Hadid surasi 17-oyat. Sham o'xshab qilishdan nazar aylang. Kishilarning qiyinchiligini hal qilish yo'lida amaliy ish qilish va tirishish albatta hamma odam qilishga tegishli muhim ishlardandir. Ammo bu ish iymonni asos qilmagan, balki odatning taqozosi yoki amalsizlik va yoki boshqa bir omilning ta'siri sababli o'tirib chiqqan bo'lsa, bu shu amaliy ish qilayotgan kishining nafsida ba'zi salbiy asoratlarning borligini bildiradi. Rasululloh bizni mana bu xil holatda ogohlantirib, bunday deydi: İnsanlarga yaxshilikdan ta'lim beradigan, ammo o'zini bir chetga qayirib qo'yadigan kishi boshqalarga yo'riqlik beradigan, ammo o'zi kuyib tugaydigan shamga o'xshaydi. Tabarani rivoyat qilgan. Rafi'i mundaq deydi: Qalbingning kontrolsiz holda tashlab qo'yib, atrofingdagilarning turmushini tartib solaman deyishing eng ig'ir xatolikdir. Iymon har qanday yaxshilikning ochiqchisidir. Bizning iymon muvaffaqiyatning ochiqchi va har qanday masalaning yechimidir deganligimiz qandaqdir biror yangi bir narsani bayqaganlikdan shunday davatqanligimizni ko'rsatmaydi. Chunki Qur'on Karimda iymonga va taqvodorlikqa buyuradigan hamda shu orqali qo'lga keladigan natijalarga erishishga rag'batlantiradigan oyatlar intayin ko'p. Alloh taolo bunday deydi: Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni qilinglar. Alloh sizlarning amallaringizni tuzaydi. Yani sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohlaringizni mag'firat qiladi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Ahzab surasi 70-71-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Kimki Allohdan qo'rqitgan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Alloh uningga o'ylamgan yerdan rizq beradi. Talaq surasi 2-3-oyat. Shuning uchun go'zal axloq fazilatlar orqali o'zini zinatmoqchi bo'lgan kishiga deydiganimiz shuki, siz oldi bilan ishni iymon tarbiyasidan boshlang. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Mu'minlarning eng axloqliklari iymoni eng kamil kishilardir. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Kimki gunohlarni tark etmoqchi bo'ladigan iymon madrasasiga kirsin. Payg'ambar alayhissalom shunday aytdi: Kechida qiyomda turib namoz o'qishni lozim tutinglar. Haqiqatan u sizlardan burun solih, yaxshi kishilarning odatidir va shundoqla Alloh taologa yaqinlikdir va gunohlarga kafaratdir. Gunoh ma'siyatdan to'squchidir va badandan kasallarni haydab chiqaruvchidir. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Demak, mu'minlarlar yaxshi amallarni uzmay davomlashtiruvchilardir. Payg'ambar alayhissalom ular haqida bunday deydi: Doim masjidga chiqadigan, masjidga xizmat qilib gullantiradigan kishini ko'rsanglar, uningga iymon bilan guvohlik beringlar. İmam Ahmad ve Tirmizi rivoyat qilgan. Iymon mo'jiza yarata oladi. Iymon nuri qalbga kirgan vaqtida qalbdagi butun qorong'uliklarni yo'qotib, jimi shahvatlarni ko'ydirib tashlaydi. Bu nur saltanat egasi bo'lgan Allohning nuri tursa, qandoqmi undoq bo'lmasin? Alloh taolo aytadi: Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahan yo'qoladi.
Enbiya suresi 18. ayet. Firavunning seyirganlari mal dunyo va yuqori martabani ko'zlagan bo'lib, ular agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi degan edi. Ammo iymon ularning qalblariga kirganda bo'lsa, iymon ularni rabboniy kishilarga aylantirgan va nafslarini osmon tarafga yuksaltirgan. Ular dunyo va dunyoga tava hamma narsani ko'zga ilmagan hamda Alloh haqida qilgan atganlari uchun pushaymon qilib, uning huzuridagi abadiy ne'matlarga intilgan edi. Bizning xatoligimizni, sening majburlashing orqasida bizning seyir ko'rsatganligimizni iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb, biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allohning savobini sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoingdan doimdir. Taha suresi 70. oyat. İman haqiqatanmi mo'jiza yaratib qolmay, balki mayli yosh cheklamasi bo'lsin, yoki sharoit cheklamasi bo'lsin, yoki kuch-quvvat cheklamasi bo'lsin va yoki jo'grafiylik yer cheklamasi bo'lsin, har qanday chekchigirdan olib o'talaydigan narsadir. Ashabul Uhdud qissasi qarab boqayli. Sizchi mo'minlarning shu qadar ichinishlik o'limdan qo'rqmaydigan holat keltirgan narsa zodi nima? Sahabelerinin ahvali to'g'risida ularning vatan yurtlarini va mol dunyolarini hamda o'g'riq tuqqanlarini tashlab chiqishiga turtki bo'lgan, shundoqla hech qanday tunish bilishi bo'lmagan va hech qanday iqtisod asosi bo'lmagan yangi bir vatanga hijrat qilishiga turtki bo'lgan narsa nima edi? Bu o'ylanib beqishga tegishli bir masala. Hijrat qilmoqchi bo'lganda Quraysh to'solmoqchi bo'lgan Suayb Arumi ismli sahoba qarab boqayli. Ayni chog'da Quraysh uningga Suhayb, sen bizga hech narsa yo'qoldirib kelgan eding. Endi sen mol dunyolaring bilan birga chiqib ketmoqchimi? Allohga qasamki, undaq qilishingga aslo yo'l qo'ymaymiz deganda, Suhayb, undaqda mol mulkimni sizlarga qo'yib ketsam, chiqib ketishimga yo'l qo'yamsizlar degan edi. Ular shundaq deyishgan edi. Suhayb mundaq dedi: "Men mol mulkimni ularga tashlab berib Makkadan ayrildim. Medinaga kelganimda bu ishdan Rasululloh xabar tepib, Suhayb foyda oldi deb ikki qitim degan edi." Allah Taala bu haqda mundaq deydi: "Ba'zi kishilar borki, ular Allohning rizosi uchun jinini fido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Alloh bandalarga to'liq marhamatlikdir." Baqara surasi 207-oyat. Endi iymon mashhur shoir Xansaning shaxsiyatini qanday o'zgartganligiga qarab boqayli. U jahiliyatki vaqtida tog'isi Sahriddin ayrilib qolgan bo'lib, uning yig'isi azi qo'shoqlari el yurtini qoplab ketgan. Uning bir she'rlar to'plam bo'lib, uningda ko'z yoshlar bilan to'lgan bir marsiyasining tunji misralari mundaq boshlandi. Kun chiqsa esimga keladi Sahrim. Kun patgan chog'dimi aslayman uni, qarasam bor ekan mendeklar talay, bo'lmasa o'limim topatdi meni. Ammo o iman etgandan keyin biz uni boshqa bir ayol altida ko'ramiz. Ya'ni biz uni o'zining jonjigar farzandlarining ko'ngli xotirjam holda rozilik va mamnuniyat bilan Alloh yo'lida taqdim etganligini ko'ramiz. Tarixchilar mundaq deydi: Xansa Said ibn Abi Waqqasning qo'mondonligi ostida musulmonlar bilan farislar o'rtasida yuz bergan Qadisiya jangiga qatnashdi. Bu jangda Xansa va uning 4 o'g'limi birga bor edi. Shiddatli jang bo'layotgan kechida u bolalarning qishiga kelib o'ltirdi va ularga nasihat qilib, jangda chidamli bo'lishga undab shundoq dedi: "Bolalarim, sizlar ixtiyoriy musulmon bo'ldinglar, ixtiyoriy hijrat qildinglar. O'zidan boshqa iloh yo'q. Alloh bilan qasam qilamanki, sizlar bir onaning bolalari bo'lganinglardek bir otaning bolalarisilar. Men dadanglarga xiyonat qilmadim. Tog'anglarning yuz obro'yini to'kmadim. Obro'yinglarga dog' tekkizmadim. Hamda nasabinglarni bulg'amadim. Sizlar Allohning kafirlarga qarshi jang qilgan musulmonlarga tayyorlagan mo'l mukofotini bilasizlar. Bilinglarki, mangulik dunyo yo'qolg'uchi dunyodan yaxshi." Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, taat ibodatning mashaqqatlariga va yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar. Chegaralarni saqlab, jihadga tayyor turinglar. Maqsadlarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning buyrug'iga qarshilik qilmanglar." Ali İmran suresi 200-oyat. Allah xolisa salomat tang'at qilsanglar, dushmaninglarni o'ltirishga ko'nglinglar to'q. Dushmanga qarshi Allohga yordam tilgan holda otlaninglar. Jangning qizib ketganini ko'rsanglar, jang qaynamga sakranglar. Safning eng beshi turib urishinglar. Mangulik dunyoning g'animatiga erishinglar.
Taң atqanda 4 o'g'il jangni dushqun qilib, kuchli qo'rovlar bilan kutib oldi. Ularning biri sal bo'shab qolsa, qarinishi uningga yashangan onasining vasiyatini eslatdi. Ular bir saf bo'lib, shirdak etilib, o'qdak ilgirlab, dushman safirini chaqmoqdak vayron qildi. Allohning dushmanlariga Allohning qazosi tushgandek bo'ldi. Ular mushunday qizg'inlik bilan urushib, bir-birlab shahid bo'ldi. Anaga 4 o'g'ilning bir kundala o'lganligi xabari yetdi. Ana yuz ko'zlarini tatlab, kiyimlarini yirtib yig'lab ketmadi. Balki bu xabarni mo'minlarga xos sabr va chidamchilik bilan kutib oldi va mundoq dedi: Ularning shahidligi bilan meni hurmatlagan Allohga madiya. Men Parvardigorimning meni ular bilan o'z rahmat dargohida jamlashini umid qilaman. İmam Müslim'de rivayet kılınan tövendeki hadis, imanның qanchalik darajada ta'sir ko'rsatganligiga ro'shan dalil bo'la oladi. Bir odam Rasulullohning oldiga mehmon bo'lib keldi. Rasululloh uningga bir qo'yning sutini sig'ib berishga buyurdi. U odam sig'ilgan sutni ichib bo'ldi. Ikkinchi bir qo'yning sutini sig'ib berishga buyurdi. U odam uni ichib bo'ldi. Ondan 3-chi, 4-chi, hatto 7 qo'yning sutini ichib bo'ldi. U odam qonib qoldi. Onun qalbi İslamga ichilib, atsi Allohga va payg'ambarga iymon etganligini bildirib musulmon bo'ldi. Uning atiganlik tamqiga yana qo'y suti sig'ib berildi. U odam bir qo'yning sutini ichib bo'ldi. Ondan yana bir qo'yning sutini to'liq ichib bo'la olmadi. Rasululloh bu vaqtda mu'min bir uchak ichidi, yeydi, kafir 7 uchak ichidi degan mashhur so'zni aytdi. Yangi iymon bu odamga o'zining g'oyasi, vazifasi, majburiyati, burchini his qildirdi. İman onun qalb qatiq shunchalik singib kirdiki, u uchaylarning qayg'usini unutib qoldi. Yemek ichmakda qarni yomonlikdan xalos bo'ldi. Bu bir hodisa yoki nodir voqealar emas. Biz imanning arab millatini qanday o'zgarishlarga olib kelganligini unuta olamdik yoki inkor qila olamdik. Darvaqa uni o'zgartirgan iman bo'ldi. Xo'sh, undaq sizcha ta'sir kuchi imondanmi yuqori narsa bormi? Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 63. bet imanның iş faaliyetlerini kılıplaştırış ve kıyınçılıklarını hal qilishga rolü. Her bir şahsiki tabii yoki sirtqi kuchning ta'siridan paydo bo'lgan har qanday xatoliklarning birdan-bir hal qilish yo'li faqatla iymondir. Musulmonlardan sodir bo'lish ehtimolligi bor xatoliklarni tövendikidek 3 turga ayirish mumkin. Birinchi, bu burun uningni ko'rilmagan, sirtdan yuqtirib olgan ish harakatlar. Masalan, namozlarni masjidda ado qilishdan erinish, bomdod namoz vaqtida uxlash, tashqi ko'rinishiga haddan ziyoda ahamiyat berish, surati yo'q narsalarga ega bo'lish ko'yida yurish, gap so'zga diqqat qilmaslik, behuda ishlar bilan amat bo'lish va g'aybatxo'rlik. Ishlarda halol va haromni farq etishga sal qarash, diniy majburiyatlarni ijro qilish, Qur'on va nafl namozlarga sal qarash, qarindoshlar aro munosabatlarda ojizlik qilish va qarindoshlarining haq-huquqlariga beparvo qarash, ota-onalarga yaxshilik qilish va sizlar rahim qilishga o'xshash boshqalarning haq-huquqlariga sal qarash qatorliqlar. Ikkinchi, insonning tabiatida yiltiz tortib qolgan bir talay sifatlarni aks ettirib beradigan ish harakatlar. Bu xil xarakterlar bir bo'lsa shu kishida irsiyat xarakterida yetilib qolgan, yana bir bo'lsa uzun yillar mobaynida izchil takrorlanish sababli uning odatiga aylanib ketgan. Hatta bu xil xarakterlar uning aqlidagi yo'shirin ong qismidan o'rin olgan. Natijada aktiv shaklda o'zligidan ijro bo'lish holatiga o'tgan. Masalan, bexillik, qo'rqinchoqlik, shaxsiyatchilik, ochiq yomonlik, o'ng'ay ajazallanish, sezgirlik, tarsoqlik, yengilteklik, aldirang'ulik, o'zini tuta olmaslik va xizmatlarda astoydil bo'lmaslik qatorliqlar. 3. Qalbda paydo bo'lgan kasallar sababli yuz beradigan ish harakatlar. Masalan, takabburlik, menmenlik, mag'rurlik, riyokorlik, munofiqlik va havoya vasga berilish qatorliqlar. Kishilardan sodir bo'lgan har qanday ish harakatlar mana bu 3 xil turning biriga tava deb qaraladi. Undaqda bu turlarga qarata iymonning roli nima? Birinchi turni olib aytsak, shaxsning bu xil holatlarga mubtalo bo'lib qolishida aslida uningdagi ruhiy ojizlik sabab bo'lgan. Ruhiy ojizlik deganda nafsning qiziqishlari oldida ojiz kelish va davomli uningdan mag'lub qilinishlar ko'z tutiladi. Bu xil holatlar shaxsning irodasining ojiz ekanligidan darak beradi. Bu uni doim degidek nafs oldida tamtiraydigan qilib qo'ydi. Bu xil holatning davosi irodani nafsning har xil eziqtirishlariga qarshi tura oladigan va uning ustidan g'alaba qiladigan darajada kuchaytirishdir.
İnsan öz iradasini kuchaytiraman deydigan, cho'qim uning ko'z oldida aniq bir nishoni bo'lishi, shundaqla u ishonch qiladigan bir g'oya, hamda o'zining uningga ehtiyojli ekanligini doim his qildirib turadigan bir yetakchining bo'lishi zarur. Chunki inson bir narsaga ishonch qilgandila, ondan o'zi yaxshi ko'radigan boshqa narsalarni uning uchun qurbon qila oladi. Undaqda navoda u narsa iymon bo'lib qolsa-chi, navoda u narsa Allohga ishonish, uning roziligini izlash, uning jannatini arzulab, do'zaxdan qo'rqish bo'lsa-chi, u chaqda bu xil iymon egisining ahvoli qanday bo'lar? Bu xil ahvollarning eng unumli to'g'risi Allohga bo'lgan ishonchni uyg'otish va qalblarda iymonni kuchaytirish. İman qachon uyg'onadi ekan, bu turga tava sharkatlar bilan qarashilmaymi, o'zligidan yo'qotqili bo'ladi. Undaq bo'lmaganida ish aksiga unum berib, o'z xatoligini texim davomlashtirishini va boshqalarning gap so'zlariga parvo qilmaslikni keltirib chiqarishi, hatto uni bu xil xatoliklar bilan yuzlanib qolgan har qanday kishidan qochadan qilib qo'yishi mumkin. Bu ahvolga duchor bo'lg'uchini o'zining qo'ymijaz va yurish turishini hisobga olmaganda sap-saq ammo ig'ir kasallarni keltirib chiqargan mikroblarni o'ziga yuqtirib olgan va buningga ergashib bir talay ergashim kasallarga giriftor bo'lgan biriga o'xshatish mumkin. U mikrobga qarshi tura oladigan bo'lgan qadar o'zining immunit kuchini oshiradigan va bu mikroblarni tozalaydigan doriga muhtoj bo'lib, mikroblar tozalanganda uningdagi kasallik alomatlari o'zligidan yo'qolishga boshlaydi. Ulaymi rahimahulloh Rasulullohning mu'minlar ishidagi eng axloqliklari iymoni eng kamil kishilardir degan hadisiga bergan izohatida mundaq deydi. Bu hadis go'zal axloqning iymon ekanligiga, axloqsizlikning iymonning naqisligidan ekanligiga dalildir. Darvaqa butun insoniyat tarbiyachisi Muhammad alayhisalomning aytganidek, badan a'zolari va ulardan sodir bo'lgan ish harakatlarning isloh bo'lishi, qalbning isloh qilinishi qarashliqdir. Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bo'ladi. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuzaladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu, yurakdan iborat. Tabiiylikka aylanib ketgan sifatlarni o'zgartirish usullari. İkinci türkü təvə aletlər noto'g'ri shirkliklardan bo'lib, bu turga təvə kishining mayli ota-onasi yoki o'zi yashagan muhitdan o'zini poklash va iffat tarbiyasi qabul qilmaganligini, shu sababdan o'zining ma'naviyatida noto'g'ri xuy-mijozlar yetilib qolgan va nafsida mahkam o'rnab qolgan, hamda bu xil xarakterning uning kundalik amaliy faoliyatiga aylanib ketganligini bayqaymiz. Bu xil kishilar ko'pincha ahvolda o'zi bilan nafsi orasidagi bu xil kayfiyatni tez ifodalab qo'ydi. Bazı çağlarda kişiler arasında bu xil ahvalini aşkar o'ttirib chiqishi mumkin. Biz buni misol tariqasida bayon qilganimizda, ehtimol bu xil ahvoldagi kishi o'zi qo'rqinchoq biri bo'lib, shijoatli bo'lishni arzu qiladigan, yoki bo'lmasa o'zi o'rin turib faoliyatchan bo'lish xayolida yurgan va yoki bo'lmasa o'zi anchiki so'zlardan yoki hodisalardan sizil ta'sirlanib ketadigan hayajon egasi bo'lib, kishilik muomalalarda tamkin bo'lishni arzu qiladigan va yoki bo'lmasa xuy mijozi ittik va oson ochiqlanadigan biri bo'lib, o'zining mulohim inson bo'lishini umid qiladigan biri bo'lishi mumkin. Bundaq ahvoldagi shaxs navoda o'zi umid qilayotgan bu ishlarni toki u ishlar uningda o'zgarmas go'zal axloqiy tabiatga aylangan va uning yoshirin aniq singib kirganga qadar uzun mezgil majburiyat sifatida uzluksiz davom qilmaganida asla arzu qilayotgan go'zal fazilatlarni qo'lga keltira olmaydi va ma'naviyatga yerlashib qolgan nachar illatlardan hech qachon qutula olmaydi. Cevdet Said mundaq deydi. Velosiped minishni o'rganmoqchi bo'lgan kishi dastlabki o'rganishda ko'pincha ahvollarda qiyinchiliklarga yo'liqadi. Bo'libmi u eng ko'p yo'liqadigan masalalarning biri velosiped minayotgan vaqtdagi tangpunlikni saqlash bo'ladi. Ammo u bu jihatni ko'p mashq qilib berish orqali ustlashganda bo'lsa, uningda velosiped minish haydash mahorati yetildi-da, minayotgan chog'da ixtiyorsizla muvozanat saqlay oladigan va hech qanday ovorchilik his qilmayla haydab keta oladigan bo'ladi. Velosiped deganda yuz beradigan bu hodisa mashina haydashni o'rgangandimi yoki xat yurish mashinasida xat urishni o'rganayotgandimi va yoki biror yot tilni tunib o'rganishga boshlagandimi o'xshash yuz beradigan ahvollar bo'lib, mana bu xil ahvollarning hammasida ko'plab mashq qilib berish ishni qiyinchilikdan tabiiylikka olib boradi. Qur'on Karim oyatlarini tafakkur bilan o'qigan kishi uningdagi ma'nolarning insonning yoshirin ongida mustahkam o'rnishi va tafakkur qilg'usida haqiqiy ilm bo'lib shakllanish uchun takror shaklda kelganligini va buning Qur'onning xosliqlaridan bir tur ekanligini his qilib oladi.
Bundaq bo'lishki maqsad shuki, nafsida go'zal sifatlarning mukammal yerlashishi uchun cho'qim uzun mezgil qo'lga keltirish zarur deb qaragan ish amallarni davomlashtirish kerak. Navada u bularni o'zining odatiga aylantirish uchun uzun mezgil davomlashtirib bermaydi ekan, tartib yoki intizomga qanchalik rioya qilib ketishidan qat'iy nazar go'zal fazilat va ilg'or sifatlarni o'zida mujassamlayolmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Şübhəsizki, ilim öyrənən kişiyə mulayimlik özü mulayim bolğan kişiyə beriladi. Yaxşılıq izləyən kişiyə yaxşılıq nasib boladı. Yamanlıqdan saqlanğan kişiyə yamanlıq yiroq boladı. Hasan rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq deydi: Kimki iffetlik bo'lishni talab qilsa, Alloh taolo uni qanoatchan qiladi. Kimki beojat bo'lishni talab qilsa, Alloh taolo uni ma'naviy jihatdan boy qiladi. Kimki sabr talab qilsa, Alloh taolo uni sabrchan qiladi. Hech odamga sabrdan yaxshiroq, kengroq bir narsa berilgani yo'q. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Xulos shuki, nafs nimaga o'rgatilsa, shuningga odatlanadi. Bu yerdagi masala Cevdet Said aytgandek, o'zini o'zgartirish haqida fikr qilishlar bo'lmasdan, balki shu fikrni insonning ish harakatlariga ta'sir ko'rsatadigan iymonga aylantirish lozim. Amaliyotda nurg'ulg'an kishilar adolat va barobarlik haqida so'z qilishadi. Biroq uni amaliyotga tatbiqlashda o'ziga singib ketgan yerlik qimmat qarashlar bo'yicha ish ko'radi. Imom Abu Ahmad G'azzali mundaq deydi: Go'zal axloqni nafsni tarbiyalash orqali qo'lga keltirish mumkin. Tarbiyalash dastlabida ish harakatlarining eng oxirida o'z tabiatiga aylanish uchun harakat qilishdir. Bu qalb bilan a'zolar orasida o'zgacha bir munosabat borligini tushuntiradi. İmam G'azali misol keltirib mundaq deydi: Xattatlik ixtiyori yetildirmoqchi bo'lganlar faqat usti bir xattatning uslubi va xat shakllarini uzun muddat tadqiq qilib cheniqib bergandilar ko'zlagan maqsadiga yeta oladi. Shuning bilan u dastlab qiynalib xat yozgan bo'lsa, uzun muddat davomlashtirib berish orqali tabiiylar chiroyli xat yoza oladigan bo'ladi. Shuningdek, sehiylik, iffatlik, muloyimlik va kamtarlikni iroda qilgan kishimi dastlabida ana shu sifatlarni amalga oshiradigan ishlarni toki shu sifatlar tabiatiga aylanganiga qadar zo'rlab amal qilib odatlanishi lozimdir. Buningga mushunday qilmay boshqa chora yo'q. Musulmonlar duch kelayotgan haqiqiy qiyinchilik ilm bilan amalning ayrilib ketishidir. Qaraydigan bo'lsak, aramizda halol va harom masalalarga, haq, huquq va majburiyat bilimlariga, hatto ko'plagan fazilatli amallar va mustahab amallarga qarata bilimlardan xabardor, fursat chiqsa Qur'on oyatlari va hadislarni boshqalarga so'zlab beradigan nurg'un kishilar bor. Ammo bularning amaliyatiga qaraydigan bo'lsak, uning da'vati bilan amalning farqli ekanligini bayqaymiz. Bu dal u odamning texi o'zini tarbiyalab bo'lolmaganligi va o'zi da'vat qilayotgan narsaga nafsini odatlantirmaganligining ifodasidir. Şuna deymizki, bilim başqa gap, tarbiya başqa gap. Uzun mezgil tirichanlik ko'rsatmay va o'zini basmay turib, fazilatli sifatlarni qo'lga keltirgili bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mehdi Ilalining Avval iymon nomli kitobi huzuringizda. Iymonning harakatlarini tarbiyalash kerak. Nafsga ilgari odatlanib ko'rgan ishlarni tashabbus qilish ko'plagan ig'irchiliklarni silib qo'yadi. Şuna o bir amal qilib bu ishlardan qutulishga urinadi. Mana shunday ahvolda ichki omilning ahamiyati va bu xil mushaqqatga bardashlik bilan qilib yetishtiradigan g'oyaning roli intayin ahamiyatga ega. Bu xil ichki omil iymondan iborat. Iymon qalbga o'rnagan va uningki o'rni yuksalgan sari egisini butunlay yaxshilikqa so'rab mangadi. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonadigan degan so'z bilan boshlangan hadislarga qarab baqirgan bo'lsak, bu nuqtalarni aniq his qila olamiz. Payg'ambar alayhissalom bizga ana shu mazmunda kelgan hadislar orqali yaxshi amallarni qilishga ilib boradigan narsaning, shundaqla navbatda biz ichki quvvatga ehtiyojli deb qarayotgan yomonlikni tark etishga yetaklaydigan narsaning iymon va taqvolik ekanligini, bularsiz amal qilishning to'limi qiyinlik to'xtaydiganligini alohida eskartmoqchi bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bunu hadis buning misolidir. Kimki Alloh va oxirat kuniga ishonadigan qulum qo'shnisiga aziyat yetkazmasin. Kimki Alloh va oxirat kuniga ishonadigan mehmonini hurmatlasin. Kimki Alloh va oxirat kuniga ishonadigan yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilib tursin. Imom Ahmad rivoyat qilgan.
Shuningga o'xshash Qur'on Karimmi yaxshi amallarni qilishga turtki bo'lg'ich kuchning iymon ekanligini alohida eskartgan bo'lib, Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Buning bilan ishinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Baqara surasi 232-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan uning payg'ambari bilan qarashganlarni ularning onalari, o'g'illari, ya qarindoshlari, ya o'riq tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Mujadila surasi 22-oyat. İman ve qalb illatlari. 3-turdagi xato ish-harakatlar to'g'risida to'xtalganda biz qalbda yuz beradigan va nafsini o'z qo'liga elib olganlikdan kishining ish-harakat va yurish turishlariga ta'sir ko'rsatadigan bir qator illat va kasallarni tilga olib o'tdik. Gerçi har qanday bir jamiyat bu xil illatlardan xoli bo'lmasa-mu, ammo bu xil holatlar uncha ko'p sonni tashkil qilmaydi. Amaliyotda qalb kasalliklari qalbni o'z ilgiga elib olgan va uni kontrol qilib olgan, shundaqla aqlda cho'nqur o'rnab, insonning yoshirin engiga joylashib olgan va uning qarta eng to'g'ri bilim deb qaralib bo'lgandan keyin bularni qutuldirish uncha osonga to'xtamaydi. Takabburlik, mag'rurlik va atrofdagi kishilardan o'zini ustun chaqlash qatorliqlar qalb illatlari ichida eng yomon ko'riladi. Bu xil saqlashi qiyin bo'lgan kasallarning kelib chiqishiga ba'zida shu kasal egasining oilasidagi tabiiy o'sib ketishi sabab bo'lsa, ba'zi uning kishilar orasidagi yuz obro'yi va yoki uning to'plagan mol dunyosi va yoki uning tangtishlari orasidagi ko'zga cheliqib turadigan ortiqchiliklari va yoki uning qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari hamda kasb jihatdagi izchil qozonib kelgan utuq natijalari hamda boshqalarning uni maqtab uchirishi qatorliqlar asosiy sabab bo'lib qoladi. Shundaqla kishi kalisiga men boshqalardan cho'qim farqlanib turishim kerak deydigan hukmning o'rnab qolishimi bu xil illatlarning kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri bo'lib, bu xil ong uning o'rnab qolgan vaqtda u kallisidagi iddining ta'sirida o'zligidan yurish turish va ish harakatlarda shu ongni oshkora qilishga boshlaydi. Shunga takabburlik bandining jannatga kirishga eng cho'ng to'sqinlardan biri. Hadis sharifda mundoq deyildi. Qalbida zarracha kibr bor kishi jannatga kirmaydi. Muslim rivoyat qilgan. İmam G'azzali rahimahulloh bu vaqtda mundoq deydi. Takabburlikning jannat uchun qo'yilgan to'sqog'i bo'lishida uning banda bilan mu'minlarda bo'lishi tegishli barliq axloq fazilatlar orasini to'sib qo'yishi sabab bo'lgan. Axloq fazilatlar jannatning kirish eshiklari bo'lib, takabburlik va mag'rurlik bu eshiklarning hammasining taqilib qolishini keltirib chiqargan. Chunki kishi mag'rur bo'ladi ekan, o'zi yaxshi ko'rganni mu'minlar uchun yaxshi ko'ra olmaydi. Taqvodorlar axloqini asosi bo'lgan kamtarlik va sadoqatlilikni davomlashtira olmaydi. Taqvodorlar axloqining asosi bo'lgan kamtarlik va sadoqatlilikni davomlashtira olmaydi. Hasadxo'rlikni tashlay olmaydi. Samimiy nasihat qila olmaydi. Birovning nasihatini ilik ola olmaydi. Boshqalarni kamsitishdan, ularning g'ayibini qilishdan saqlana olmaydi. Mag'rur va takabbur odamlar o'zini ifodalash uchun har qanday nasharatdan yonmaydi va mag'rurlik qo'lidan ketmasin uchun har qanday go'zal axloqni o'ziga yo'latmaydi. Takabburlikning davolash qiyin kasal ekanligida va uning eng chong xatarining takabburlik kishini haqiqatni rad qilib qo'ydiganligida shak yo'q. Takabbur kishi xuddi payg'ambar alayhissalom aytgandek haqiqatni o'ziga manba qilmaydi. Takabburlik degan haqiqatga unamaslik, kishilarni ko'zga ilmaslikdir. Abu Davud va Hakim rivoyat qilgan. Boshqalar bilan janjallashib, o'zaro tushuncharsizlik qilishmaydigan kishilarning gunoh ma'siyat batqiga ketib ketishi ularning o'zlarini insonlik martabasidan ustun chaqlashdan kelgan. Bu ularning o'zlarini boshqalardan qattiq qolsiz chaqlashidan kelib chiqqan. Bu dal iblisning tutqa yo'lidir. Sizning o'zingizni, jamoatingizni, millatingizni va mazhabingizni insonlar to'pidan ustun ko'rib olishingiz qandoqligi yaxshi yoki yomon ish qiling, faqat o'zingiz va oila a'zolaringizning Allohning yaxshi ko'rgan va hammadan ortiq bilgan bandalari, faqat o'zingiz tarafdagilarla jannatga kira oladi. Boshqalarning hammasi botillik ustida deb qaralishingiz shaytonning yo'lida yurganingizdir. Amaliyotda
sizni boshqalarni töven ko'rib, o'zingizni alohida imtiyozlar bilan farqli qilishingizga kuch kiritadigan va normal inson qo'llanadigan qoida-qonunlarning sizga o'xshash qo'llanishini rad qilib qo'ygan narsa takabburlikdir. Takabburlardan bir qancha misol. Agar siz takabburlik qanday oqibat kiribtir qilganligini bilay desangiz, Fir'avn va uning tarafdorlariga Allah Taala upuchuq bir qadar mo'jizalarni ko'rsatganida, ularning nima sababdan mo'jizalarni inkor qilib, Musa alayhisalom yolg'on chiqarganligi va uningga qarshi kurashlarni qilganligiga diqqat qilsangiz bo'ladi. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda, ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular bu oyatlarni ishid e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzasidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qanday bo'lganiga qaragan. Naml surasi 13-14-oyat. Shak shubhisizki, takabburlik va yer yuzida cho'ngchilik qilish ularni iymon etishdan to'sib qo'ygan edi. Shuningdek, ot qavmiga o'xshash haqni inkor qilganlarning oqibatimi yuqoriga o'xshash bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Ot bo'lsa, zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizningki martoq dedi. Fussilat surasi 15-oyat. Payg'ambar alayhissalom so'l qo'lida tamoq yeyotgan bir kishini ko'rganida, uning o'ng qo'lida yeyalaydiganligini bilgan bo'lg'achqa, uni o'ng qo'lida yeyishga buyurgan edi. Heliq kishi o'zining qila olmaydiganligini bahona qilib, Payg'ambar alayhissalomning buyrug'ini takabburlarcha rad qilganda, Payg'ambar alayhissalom uningga "Balki sen qila olayding, takabburlikning seni qilishni to'sib qo'ydi" degan edi. Navoda takabburlik illatini yuqtirib olganlarni davolamak intayin qiyin. Chunki ular o'zini boshqalardan ustun deb qaraydi. Shuning bilan u o'zini ulug' chaqlab, o'zining shundoq bo'lish mumkinchiligini aqida qilib oldi-da, birovning qilgan nasihatlariga quloq solmaydi. Hamda boshqalar uning qanday usulda yuzlanmasin, u o'zidagi bu kasalni e'tirof qilmaydi va qarshi tarafning gaplarini o'ziga olmagan holda o'zining ulug'ligiga munosib ko'rinishda turib, nasihat qilish tarafdori bo'lish orqali o'zini bu xil sharoitdan o'ng'ayli qutuldirib elib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Bu xil illatni davolashda cho'qim oldi bilan shu kishining o'zi haqidagi tasavvurlari to'g'risida uningda qattiq bir silkinish paydo qilish lozim. Shunda qilganda uningda o'rnab qolgan tavrinmas tushunchalar tavrinishga boshlaydi. Uningdagi mag'rurlik va o'zini ustun chaqlash xohishi tuvallashga boshlaydi. Bunday kishiga uning o'zi va imkoniyatlari haqidagi atalmish mukammal bilimi to'g'risida ko'ngliga shak tushirib, o'zi haqidagi aqidasini uning yo'shirin angadan qo'lab chiqargan qattiq bir zarba orqali taqobil turmay bo'lmaydi. Yo'qolqlar uchun uning kibr qazini chaqadigan sirqiy bir kuchning bo'lishi intayin zarur. Imom Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi. Alloh taolo mana shunday bir bandasiga biror yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, uning kibrini sundiradigan, qadr-qimmatini tunutib qo'yadigan bir gunohga duchor qiladi-da, shuning bilan bu gunoh orqali Alloh bir qism bandalarini uning yomonligiga uchrab ketishdan saqlaydi. Shuning bilan uning takabburligi sunudi. Uningdagi mag'rurlik, takabburlik, o'zini cho'ngchaqlash va boshqalarga minnat qilishdek kasallar uningdan chiqib ketishga boshlaydi. Shuningdek, bu xil gunoh uningga nurg'ulgan itoatlik amallardan manfaat bo'lib, bu uningga nisbatan go'yo saqaymas kasalga berilgan obi hayotdek shifo bo'ladi. Mana bu xil ahvol toki u o'zini kasallik asoratlaridan yeniklatib, nafsini ahmiyatli narsalarga yuzlantiradigan qilib tarbiyalaydigan imoniy muhitga ilib kirganga qadar davomlashadi. Riyakorlikning davosi. Riyakorlik qalb kasalliklarining yana bir turi bo'lib, buning davosi takabburlik kasalligiga qaraganda ko'p osondir. Riyoning asosiy sabablari dunyo sevgisi, shuhratparastlik va obro'y qadrliqlar bo'lib, iymonni kuchaytirish va Allohdan qo'rqish tuyg'usi orqali bu xil holatlarni davolash tamoman mumkindir. Alloh taolo bunday deydi: "Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash, bergan sadiqalarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar." Baqara surasi 264-oyat. Demak, iymonning ojizlishi va Allohdan qo'rqish tuyg'usining bo'lmasligi insonni riyokorlik kasaliga mubtalo qiladi. Alloh taolo bunday deydi: "Ular mollarini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi, oxirat kuniga ham ishonmaydi." Nisa surasi 38-oyat. Xulos kalam, iymonni kuchaytirish va Allohdan qo'rqishni qo'lga keltirish orqali riyokorlikni davolash mumkin.
Allah uchun xolis amal qilish va amal badaliga dunyolikqa oid hech qanday bir narsa talab qilmaslik Allohdan haqiqiy qo'rqish qilib beradigan yo'l. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: O'zi muhtoj turuqliq, miskinga, yetimga va asirga taom beradi. Ular aytadi: Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhasizki, biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Inson surasi 8-oyatdan 10-oyatgacha. Mana bular Rabbidan haqiqiy qo'rqqan holda bergan taomlari badaliga boshqalarning ashqalla aytishi va yoki opirin aytish chog'liq bo'lsin bir narsa kutmagan oliyjanob kishilardir. To'xtalgan gap iymon islom ko'rsatmalaridan qiyib ketgan har qanday harakatlarga o'z ko'rsatmalariga asoslanib turib chaqira oladi. Xato ish harakatlarini isloh qilishda iymon ko'rsatmalarining eng cho'ng qismini tashkil qiladigan, shunaqla kishining o'zini o'zgartishiga hamdam bo'lib, uning ko'nib ketgan xarakterini tark etishiga hamda odatlanib ketgan ish harakatlarini o'zgartishiga qobiliyat va iqtidor yuklaydigan iymondan iborat kuchli harakatlantiruvchi kuchga ehtiyoj bo'lgani mana bu ikkinchi turdir. Üçüncü turga kelsak, bu tür kasal o'tkazilishining oldini olib, egisiga nafsi bilan yuzlanish, o'zidagi kasalni e'tirof qilish va uni davolashga bel bog'lash qatorliq fursatlarni hozirlab, uningga sog'lom bir muhit hozirlab beradi. Ishni iymondan boshlamaslikning xatarlari. Yuqorida iymonning ko'plagan xato ish harakatlarini tuzadiganligini, shuningdek uning gunohga botgan odatlardan qutulishining tunji qadami ekanligini ko'rib yetdik. Hammamizga ma'lumki, usta doktor kasallik alomatlari bo'yicha davolash olib boradi. Hamda u bu jarayonda bemorning har bir kasallik alomatlarini bir-birlab tekshirmasdan, balki kasalning asli sababiga asosan dori qilish orqali qoldiq alomatlarning tabiiy yo'qolishini qo'lga keltirib, kasalning uzil-kesil saqayib ketishini so'zlaydi albatta. Unda qilmaganda kasallik alomatlari yoshirin alak o'tib oldida, og'riqni garchi og'riq to'xtatish dorilar orqali pasaytkili bo'lsa-mu, ammo muayyan mezgillarda kasal yana qo'zg'alib olib, saqayg'ili unmaydi. Qalb havoyi havas kasallik giriftor bo'lganida kasallik alomatlari a'zolarda oshkora bo'lishga boshlaydi. Navoda biz a'zolarda o'tirg'i chiqqan bu xil alomatlarni davolmoqchi bo'ldik-ekanmiz, oldi bilan cho'qim o'sha alomatlarning kelish sababiga chora qilishimiz va qalbdan shahvat kasalini chiqarib tashlashimiz lozim. Bu biror xato amalni va yoki biror shaxsning xato yurish turishini ko'rsak, oldirab tanqidlashimiz va uning qilmishini o'zgarishini talab qilishimizdan g'oyish yo'q deganlikdir. Chunki bunda qilish qarshi tarafning tarsalik qilishini va o'zininkini to'g'ri qilishga urinishini keltirib chiqarishi, hatto ba'zida gunoh qilib turib g'urur tutib ketishi va o'zini tekshirib beqish o'rniga atrofdagilarning ko'nglini og'ritib qo'yishi mumkin. Mana bular bizning aslini tashlab ishni shoxchi qismidan boshlab olganligimiz, havoyi havasning oldida mag'lub bo'lishlik eng cho'ng munkar yomonlikni bir chetga qayirib qo'yib, kichik munkar ishlar bilan avor bo'lganligimiz sabab kelib chiqqandir. Ba'zilar o'zining yomon ishlarini to'sish u yoqda tursin, uning qarashqimi bardosh bo'lmaydiganligini aytishi mumkin. Bu mu to'g'ri? Chunki yomonlikdan to'sish shariat nuqtasidan farz bo'lgani bilan amaliyotda yomonlikni inkor qilishmi bir qancha darajalarga ayrilgan. Ammo biz bu nuqtada diqqatimizni yomonlikni inkor qilish usulini o'zgartirish va shu yomonlikni keltirib chiqargan omillarga chora ko'rishga qaratishni loyiq ko'rganligimiz uchun oldi bilan ishni yaxshilikqa buyurish nuqtasidan boshlash muhim deb qaraymiz. Qani, hammamiz birlikda amallarimizning isloh bo'lishi uchun qalblarimizni isloh qilishga otlanaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Majdi Ilalining Avval iymon nomli kitobi huzuringizda. 2-bölüm. Muqaddima. İman terbiyesini başlashdan avval hozirgi tegishli shartlar. Ilgirki mazmunlardan ayon bo'lishicha, insonning biror ishni vujudga chiqarishiga turtki bo'ladigan omil iymon yoki havoyi havas bo'ladi ekan va insonning qilayotgan ish harakatlari iymon yoki havoyi havasning uning qalbida qanchalik o'rin egallaganligini ko'rsatib beradi ekan. Yana shuningdek, kishilardagi iymoniy ojizlikni isloh qilmoqchi bo'lganda, oldi bilan iymoniy ojizlikning manbasini deb chiqish kerak bo'ladi ekan. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bo'ladi. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu yurakdan iborat. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Mana bu hadis a'zolarning isloh bo'lishining, qalb islohatining
natijasi ekanligini, a'zolarning buzilishining qalbning buzilishidan kelib chiqqanligini ko'rsatib bergan bo'lib, qalbni isloh qilishda uni shahvatlardan va shak-shubhalardan xalos qilib, sog'lom qalbga aylantirish ko'rsatilgan. Albatta, qalbni isloh qilish, Allohga bo'lgan iymonni qalbda keng ko'lamda yer oldirirish, qo'mondonlik va iroda huquqini qalbga havo havas qo'lidan tortib olish uchun iymon martabasini ustunlik erishtirish qatorliq ishlar orqali qo'lga keladi. Undaq bo'lmaganida amallar havo havas qo'mondonligining amal farmonlariga bo'ysunadi-da, tizli yomon ishga kirishib ketadi. Dunyo zinnatlarining insonni g'aflatga qo'yishdagi ta'siri. Qalbimiz ehtiyojli bo'layotgan iymoniy quvvatning ahamiyatini bilmoqchi bo'lganmiz, oldi bilan cho'qim insonning yaratilishi haqida, uning ruh va layning birikmasi ekanligi, ruhning Alloh tarafidan ekanligi, layning bo'lsa zaminning bir parchasi ekanligi haqida tafakkur yurgizishimizga to'g'ri keladi. Alloh taolo bunday deydi: O'z vaqtida Parvardigorning farishtalariga aytdi: "Men haqiqatan laydan bir odam yarataman. Uni men ravrus yaratgan, ya'ni uni yaratib surat kirgizib, a'zolarini to'liq, mukammal inson holatiga keltirgan va uning jon kirgizgan vaqtimda uning sajda qilinglar." Sad surasi 71-82 oyatlar. İnsandan talab qilindigini Allohga bog'lanish va o'zini samoviy olamga tutashtiruvchi mustahkam tutqich uchun eslashdan iborat. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Yaxshi ish qilguvchi bo'lgan alda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Luqman surasi 22-oyat. İnson yuqorqidek qilganida Allohga tava bo'lgan va uningga bog'langan Rabbani bir bandaga aylanadi. Navada u aksicha o'zini ziminga tashlab qo'ygudek bo'lsa, zimin uni o'ziga tortib ketadi. Uning zimin bilan bo'lgan bog'lanishi qanchalik kuchaysa, samoviy olam bilan bo'lgan munosabati shuncha ojizlab boradi. Halbuki zimin tarafga tortib turuvchi narsalar intayin ko'p bo'lib, Qur'on Karim ularni nurg'ulg'an o'rinlarda tilg'ab o'tgan edi. Alloh taolo bunday deydi: Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'amoqlar, chorvalar ve ekinlerden ibaret ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqa emas, jannatga qiziqish kerak. Ali Imron surasi 14-oyat. Demak, mol-mulk, o'g'illar, ayollar, oltin kumush, yer mulk, uy, tacha va mashina, mana bularning hammasi insonni zamin tarafga tortib turuvchi va uning qalbini o'zlariga ram qilib bog'lab olg'uch narsalar bo'lib, bu narsalar kishining qo'liga kelishi bilan xushal bo'lib ketadigan, qo'ldan ketishi bilan g'am qayg'u tushmaydigan qilib qo'ydi. Uningga bo'lgan sevgi qancha ortgan sari oxiratga nasibasiga bo'lgan sevgisi shuncha ozlab bordi va borgan sari oxiratdan bexud bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda bunday deydi: Dunyoni sevgan kishi oxiratdan ziyon tortadi. Oxiratni sevgan kishi dunyodan mahrumdir. Sizlar yo'qolg'uchi dunyodan mangulik dunyoni ado bilinglar. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Shuningdek, zamin tarafga tortqish narsalar ko'pdir. Uningga berilib ketganlarning Alloh bilan bo'lgan munosabati ojizlaydi va Alloh tarafdan hech bir nasibasi bo'lmaydi. Ama yuqorqilardan o'zini saqlagan kishilar Allohga bog'langan va uning o'zini atigan Rabbani bandaga aylandi. Alloh taolo bunday deydi: Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonarsizlar. Ali Imron surasi 139-oyat. Iymon tarbiyasini boshlashdagi tunji qadam qalbni uyg'otishdir. Shubhasizki, qalbni Alloh tarafga yuzlantirishning to'g'ri boshlanishi qalbni uyg'otishdir. Mana bu g'ofilni ogohlantirish, masxushni hushiga keltirish va uxlab qolg'uchilarni sag'itish uchun bo'lib, shundoq qilgandila hamma o'zining Allohga muhtoj ekanligini va nijotlikning Alloh tarafida ekanligini his qila oladi. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi: Allohga qulchilik qilish manzillarining tunjisi uyg'onishdir. Uyg'onish qalbning g'ofillarcha mugrekdan sagishidir. Darvaqa bu jushqunlik to'limi manfaatlik, zo'r qimmat ega va shar amallarning to'g'rilashning uning yordami intayin cho'ng. Kimki bu xil jushqunlikni his qiladi ekan, u nijotlikni his qilgan bo'ladi. Undaq bo'lmasa, g'aflat masxushliklarda yurgan bo'ladi. Demak, uyg'onish manzilini besib o'tmaganda, uyquda yurganlar uyqusini uxlab mengaveradi.
G'aflatda yurganlarmi atrofida yuz berayotgan ishlardan va keyinlikda o'zini kutib turayotgan yomon oqibatlardan bexatarlik yuraverdi. Uyg'onmay turib qilingan taat ibodatlar ruhsiz qilingan ibodatdir va buning qalb kutgandek ta'siri bo'lmaydi. Ta'siri bo'ldi degandimi uzunga bormayla yo'qolib ketadi. Mana bu o'zimiz va atrofimizdagilarning namozni ko'p o'qiymiz, davomli Qur'on tilovat qilamiz, ammo bularning qalbimizga va ish harakatlarimizga ta'sir qilmayotganligini his qilamiz deganga o'xshash mulohazalarning izoti bo'lib, har kim o'zida bu xil ahvolning bor yoki yo'qligini bilib beqish uchun yuqoriqilarni sinab ko'rsa, o'qigan namoziga, aytgan zikr tasbihlarga va o'qigan Qur'onni qarab baqsa bo'ladi. Acaba uning ahvoli yuqori amallarni qilgandan keyin texam yaxshi bo'lib ketganmidi? Halbuki yuqorqilar va shuningga o'xshash ibodatlarning qalbda iymonning kuchayishini ishga oshiradiganligi aniq bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Faqat Alloh yod etilsa, dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchayadigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla kamil mu'minlardir. Anfal surasi 2-oyat. Şonlaşqa taat ibadetlerining qalbga ta'sir qilishi uchun cho'qim oldi bilan uningda mukammal oyatlik bo'lishi talab qilinadi. Demak, iymon tarbiyasining tunji qadami a'zolar ijro qilgan ko'plab taat ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish bilan emas, balki qalbga qaytadan oyatlik bag'ishlash orqali besiladi. Bu albatta avoyivasini bo'ysundirib, irodani asirlikdan ozodlikka erishtiradigan buyuk iymoniy quvvatga muhtoj. Qalb oyatlikka erishganda yuz beradigan alomatlar. İman nurining qalbga kirganligining bir qancha alomati bor bo'lib, har bir shaxs bu alomatlarning o'zida bor yoki yo'qligini tekshirib bilalaydi. Navoda u bu alomatlarni o'zi topolmasa, bilsinki, umi bizga o'xshashlar qalbga qayta oyatlik ilib kelishga muhtoj. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi: Biz Alloh taolaning Alloh ko'ksini islom uchun keng qilgan, Parvardigorining nuri ustida bo'lgan odam, dilko'r odam bilan o'xshashmi? degan so'zi to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan qandoq bo'lganda qalb islom uchun keng bo'ladi deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom agar iymon nuri qalbga kirsa, qalb kengaydi va ichiladi dedi. Biz qalb ichilganligining alomati nima dedik? Payg'ambar alayhissalom uning alomati abadiylik makoniga yuzlanish, aldamchi dunyodan nari bo'lish, ajal kelishdan avval o'limga tayyorlik ko'rishdir deb javob berdi. Hakim va Bayhaqi rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom yana bir qism alomatlarni bayon qilib bunday deydi: Iymonning mustahkam tutqusi Alloh uchun do'stlashish, Alloh uchun dushmanlashish, Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun nafratlanishdir. Hakim va Tabarani rivoyat qilgan. Alomatlardan yana biri Alloh va uning rasulini boshqa har qanday narsadan ortiq so'yishdir. Alloh taolo bunday deydi: Agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, o'ruq tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdan suyimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makka fath qilish izni kelgach kutinglar. Alloh fasiq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketishlarni hidoyat qilmaydi. Tavba surasi 24-oyat. Alomatlarda yana biri kufrlikning butun shakllariga nafrat qilish va kufrga tushib qolishdan qattiq qo'rqishdir. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Kimda uchtilik narsa topilsa, u iymonning alomatini tetigan bo'ladi. Alloh taolo va Alloh taolaning payg'ambarini hamma narsadan ortiq so'yish. Biror bandani do'st tutsa, uni faqat Xudolik uchun do'st tutish. Alloh taolaning iltifoti bilan kufrdan qutulgandan keyin qayta kufrga qaytishni tirik beti o'tga tashlangandimi yomon ko'rish. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Qalb oyatlikning alomatlaridan yana biri Allohdan o'zga hech bir maxluqdan qo'rqmaslikdir. Alloh taolo bunday deydi: Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitadi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Ali Imron surasi 175-oyat. Demak, rostchil iymon o'z sahibini Allohdan boshqa hech narsadan qo'rqmaydigan, faqat Allohga tavakkul qiladigan qilib o'tadi. Alloh taolo bunday deydi: Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. Tavba surasi 10-oyat. Agar mu'min bo'lsanglar,
Allah'a tevekkül kılınlar. Maide suresi 23. ayet. Alametlerde yana biri barlıq işlarda şeriatning hükmüne to'liq bo'ysunishdir. Alloh taolo mundaq deydi: Agar sizlar bir şeyde ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Nisa suresi 59. ayet. Chunki qalbga chunqur o'rnagan iymon o'z sohibini gunoh ma'siyat o'tkazishdan cheklab qoladi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Baqara suresi 278. ayet. Ammo bu mu'min qat'iy xatolashmaydi va gunoh o'tkazmaydi deganlik emas. Balki umi bir inson bo'lish sifati bilan zimonga tortib turg'ish narsalar uningda bor. Uning boshqalardan farqlanadigan tarafi shuki, u qayta xatolik o'tkazmaslik va takrar gunoh qilib qolmaslik uchun sizga aslab qaytadi va Allohga tavba qiladi. Xatoliklari ching turib olmaydi va takrar xatoliklarga urinmaydi. Alloh taolo bunday deydi: Allah sizlarga nasihat qiladi-ki, agar mu'min bo'lsanglar, hargiz qayta bunday so'zlarni qilmanglar. Nur suresi 17. ayet. Mana bu insonning ish amallari va yurish turishlaridan bilib olg'ili bo'ladigan moddiy alomatlardir. Bu alomatlar kitobimizning beshida tilga ilib o'tgan bir qism ma'naviy alomatlarga qaraganda to'limi inchki o'lchamni asos qilgan bo'lib, aramizdan har qanday biri o'zini shu o'lchamlarga serish orqali o'zining qalbini uyg'otishga va iymonini kuchaytirishga qaysi darajada ehtiyojli ekanligini bilib oladi. Iymon tarbiyasini boshlashdan avval hozirlashtirish shartlar. Bu yo'lni boshlash uchun cho'qim o'zimizda va iymoniy ojizlikdan qutuldirmoqchi bo'lganlarda iymoniy ojizlikdan qutulish kuchli rag'bat, chin iroda, qalbni tuzash, iymoniy hayotga qaytish qatorliq bir qancha muhim shartlar hozirlanishi kerak. Bu shartlar u kishining mushu yo'lda menishiga kuch bag'ishlaydi. Demak, o'zgarmoqchi bo'lgan kishining o'zida haqiqiy hayotga bo'lgan tirik qalbning yo'qligini idrok qilishi va uning qalb huzursiz qilayotgan ko'p amallarining mag'rurlantirib qo'ymasligi uning o'zini o'zgartirishga rag'bat ato qiladi. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi: Jazmanki qalbi huzursiz, maqsadsiz va Allohga yuzlanmasdan qilingan jismoniy faoliyatlar dunyodami va oxiratdami jafosi to'la foydasi oz ishlardir. Bu xuddi Allohga itoat qilmasdan va ixlos qilmasdan qilingan amalga o'xshash bo'lib, u amal qanchaki jafoliq ham ko'p bo'lgani bilan go'yoki shakal kabi foydasizdir. Inaqki Alloh taolo bandining o'qigan namozi ichida faqat tushunib o'qiganlarini qabul qiladi. Yana shuningdek kavob va haj amallari hamda shularga o'xshash amallarmi tushunib qilish talab qilingan. Qur'on Karimda iymon tarbiyasini boshlashning muqaddimasi bo'lgan amaliy qizg'inlikning muhimligini ta'kidlaydigan nurg'un oyatlar bor. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Agar er-xotin ikkisi yarashishni xohlasa, Allah ular orasiga inoqlik soladi. Nisa suresi 35. ayet. Qur'on Karim yana bizga koinot garchi insonlarga Allohni va uning ism-sifatlarini eslatadigan nurg'unlagan mo'jiza alomatlarga to'lgan bo'lsa-mu, biroq bularning hech birining Allohni tanishga eslatmaydiganligini, faqat hidoyatni iroda qilgan kishilarla bulardan manfaat ola oladiganligini, ammo hidoyatdan o'zini behojat hisoblaydiganlarning bo'lsa, mo'jizalarning soni va dalilining qancha ro'shan va ko'p bo'lishidan qat'iy nazar ular qilchi farq qilmaydiganligini eslatib mundaq deydi: Osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'zatonglar. Mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Yunus surasi 101-oyat. Demak, iymon tarbiyasini boshlaymiz deydiganmiz, cho'qim amaliy qizg'inlik va mustahkam iroda bo'lishi kerak. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom vazn-nasihat qilyotdi. 3 odam yo'lda ketayotgan bo'lib, ularning birisi Rasulullohning qishga kelib o'ltirdi. Yana biri sal nariroqda o'tirdi. Yana birisi udulla ketib qoldi. Rasululloh bekor bo'lgandan keyin jamoatga: Sizlarga haliqi 3 odamdan xabar beray. Kelib o'ltirgan odam Alloh taologa tavba qildi-da, Alloh taolo uning tavbasini qabul qildi. Nariroqda o'ltirgan odam Allohdan hayo qildi. Alloh taolami uningdan hayo qildi. Ketib qolgan odam payg'ambarning suhbatidan o'zini behojat deb qaradi. Allohmi uningdan behojat bo'ldi. Qizg'inlikning amaliy ifodalari. Qur'on Karimda qizg'inlikning amaliy ko'rinishlari mundaq bayon qilinadi: Sendan ma'rifat tilab,
Allah'tan qo'rqqan aldı yugurib kelgan kishiga kelsak, sen onunğa qaramay qo'ysan. Abasa suresi 8-oyatdan 10-oyatgacha. Buningdagi qizg'inlikning alomatlari u sana o'zligidan keldi. U sana kuchlik ehtiyoji bo'lganlikdan tashnalik ichida huzuringga yugurib keldi. U Allohdan qo'rqqan holda o'zini tinch amon quruqlikqa yetkazib qo'yuvchi kemiktilab keldi. Qalblarda qizg'inlik paydo qilish va uni ulg'aytish ishini xuddi birinchi qismda ishora qilib o'tganimizdek, Rabboniy ma'nolarni, tariq qalbni va bizning uningga jiddiy turda ehtiyoj ekanligimizni, hamda bularni ishga oshirish va iymon xazinasiga erishishning tamoman mumkin bir ish ekanligini ko'plab eslab berish, shundoqla yuqoriqilarning ustidan oldi bilan qanoat hosil qilish, ondan samimiy ravishda Allohdan tinimsiz yordam tilagan holda rag'batlanish qatorliqlar orqali ishga oshirish mumkin albatta. Qalbni jonlantirishning vositalari. Bu mazmunlarni o'qigan o'qirmanlar mazkur vositalarning ancha yangilik emasligini, balki ularning Qur'on va sunnatga uyg'un vositalar ekanligini, faqat o'ttirib qo'yilgan mazmunlarning inson tabiatiga uyg'un shaklda qayta o'ttirib qo'yilganligini his qilish mumkin. Amaliyotda har birimizdan ko'rsatilgan bu vositalarni mos qadamda elib menish talab qilingan bo'lib, bularni amaliyotga aylantirishga qancha ko'p kuch sarf qilinsa, Allohning izni bilan yetmoqchi bo'lgan nishonga shuncha tez yetkili bo'ladi. Mazkur vositalarni mos qadamda elib menishning muhimligi bilan birga, bu yerda yana Allohdan qo'rqish, Qur'onni tafakkur bilan o'qish, kechalarni qiyom bilan, sahar vaqtlarini duo iltijo bilan o'tkazishdan iborat vositalarga ahamiyat berishmi nihoyat zarur. Chunki yuqorqi 3 tadbir iymon tarbiyasi bosqichiga asosdir. Bularsiz iymon tarbiyasini to'g'ri usul elib borg'ili bo'lmaydi. Bular har bir musulmon farzlar va ibodatlarga qo'shib ado qilish kerak bo'lgan aqalliy talablardir. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Ilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm 1. bab Allah'tan korkuş. Gafillarni uyg'otish, havo va mas'uliyatini sagitish va uning zamin bilan bo'lgan bog'lanishini uzish uchun albatta uni cho'chitadigan va uni uyg'otadigan bir narsa bo'lishi lozim. Mana bu ta'sir ko'rsatkich kuch Allohdan qo'rqishdir. Bu shundoq qo'rqishki, bizni cho'chish va tavinish darajasiga elib boradi. Buning bilan qalblar eziladi, sochlar oqaradi. Xuddi Hud surasi va shu sura siyaqidagi mazmunlar Payg'ambar alayhissalomning chigini oqartayotganidek. Bu qo'rqish tuyg'ularni tavritli bo'ldi qilgan va yoki ibrat oldiribla orqadan o'zalo qo'yitadigan va bizni yana aslidagi uyqu va g'aflat holatimizni qaytaradigan qo'rqish bo'lmasdan, egisining amal qilishiga va uning uyg'onishiga turtki bo'ladigan qo'rqishdir. Aksiya qo'rqishga kelsak, bu amaliyotda oramizdagi ko'pchilikning biror vaznasat anglagandiki yoki ruhiy tarbiyaga munosib biror kitob o'qigandiki yoki biror jinoyat orqasida minglatgandiki va yoki ko'z oldidagi biror ig'ir hodisaga shahid bo'lgandiki holatlarda yuz beradigan qo'rqishdir. Amalga turtki bo'la oladigan qo'rqish cho'qim yuqorida aytib o'tgan daraja martabaga yetkazadigan qo'rqish bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaganda bu faqat vaqtini ta'sir qiladigan o'tkinchi qo'rqish bo'lib qoladi-da, shu qo'rqishni keltirib chiqargan sabab yo'qishiga ergashib, qo'rqishmi tang yo'qaydi. Qo'rqishni hosil qilish payg'ambar da'vatining bosh temasidir. Elchilar, payg'ambarlar va da'vatchilarning tarixiga nazar solib boqadigan bo'lsak, shuni ko'ramizki, ular o'z qavmiga qaratgan da'vatini avval da'vatga quloq solmay, yomon yo'llarda yuradigan bo'lsa, ig'ir oqibatning kutib oldiganligidek ogohlantirishlar bilan boshlagan. Nuh alayhissalom da'vatga qarayli. Biz haqiqatan Nuhning qavmiga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chog'larda to'pon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirgan deb aytdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men haqiqatan kishilarga avatilgan oshkora ogohlantiruvchiman." Nuh surasi 1-2 oyat. İbrahim alayhissalomning da'vatiga nazar solayli. İbrahimmi haqiqatan Nuhning diniga tabi'lardan edi. O'z vaqtida İbrahim Parvardigoriga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. O'z vaqtida u otasi Azerga va qavmiga ularni ayblab aytdi: "Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilohlarga cho'g'inamsizlar? Alemlerning parvardigori bo'lgan Allohga nima gumon qilasizlar?" Saffat surasi 83-oyatdan 87-oyatgacha. Endi siz Hud alayhissalomning ayni vaqtda o'z qavmiga nima deganligiga qarab boqing. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
Otning qarindishi, ya'ni Hud alayhissalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Ahqof degan yerdagi qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, ya'ni Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, ya'ni Hud qavmini ogohlantirib aytdi: "Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman." Ahqof surasi 21-oyat. Shundaqla siz yana Musa alayhissalomning Fir'avnga nima qilganligiga qarab baqing. Shak shubhasizki, Fir'avn jamoasiga ogohlantirishlar keldi. Qamar surasi 41-oyat. Shundaqla bizga Rasulimiz Muhammad alayhissalomdan bu vaqtda yaxshi ulgular qilgan bo'lib, Imom Buxoriy Ibn Abbosning rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deydi: "Yaqin tuqqanlaringni ogohlantirgin" degan oyat nozil bo'lganda, Rasululloh safarga chiqib, butun qavm jamoatlarini chaqirib, "Ey Fahri jamoati, ey Adi jamoati" deb ularni yig'di. Borolmagan kishi o'zining o'rnida nima deydiganligiga qarab beqish uchun kishi avatdi. Abu Lahab va barliq Qurayshlar keldi. Rasululloh Quraysh jamoatiga: "Qani deb qo'yinglarchi, sizlar menga qanday qaraysizlar? Agar men sizlarga mushu tog'ning orqasida soyliq, yayloqlarda dushmanlar, otli qo'shinlar kelibdi, ular sizlarga hujum qiladi ekan desam, sizlar menga ishonamsizlar?" dedi. Ular: "Ha, biz faqat seni rostchil, samimiy deb bilamiz, sana ishonamiz" dedi. Ondan Rasululloh ularga: "Haqiqatan men sizlarni qattiq azob nozil bo'lishidan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchiman" dedi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda payg'ambar alayhissalomning tavindagidek ogohlantirish qilganligi rivoyat qilinadi. "Ey Qurayshlar jamoati, o'zinglarni Allohdan setib olib, ozod qilib do'zaxdan qutqizinglar. Qiyomat kuni men sizlardan hech narsani, ya'ni Allohning azobidan hech narsani behojat qila olmayman. Ey Abdumanaf jamoati, ey Abbos, ey Safiya, sizlarmi shunday qilinglar. Sizlardanmi Allohning azobidan hech narsani to'sib qola olmayman, behojat qila olmayman. Ey Fatima, senmi shunday qil. Bu dunyoda mening mol-mulkimdan nimani xohlasang shuni so'rag'in, lekin qiyomat kuni sendanmi Allohning azobidan hech narsani qutqiza olmayman, behojat qila olmayman. Hammanglar o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar." Imom Ahmad rivoyat qilgan. Mana bu xil da'vat usulini yaqin asr yashab o'tgan da'vatchilar peshvasi Imom Hasan al-Banna da'vat yo'lining muqaddimasi qilgan bo'lib, ayni vaqtda u Misrning sharq-shimoliga joylashgan noyalardan biri bo'lgan Ismoiliya noyasida da'vat qilishni boshladi. U Ismoiliyaga kelgan vaqtida masjidlarda jamoatning intayin azlab ketganligini, namozga imom bo'lg'uchilarning faqatlik qilib holidan ketgan buvaylar va yoki meyib kishilar ekanligini, minglagan yosh yigitlarning bo'lsa ishdan sirtqi bordigan yerning qahvaxonadan boshqa emasligini ko'rgan. U bu shahardagi yoshlarning da'vatga ehtiyoj ekanligini his qilib yetganlik uchun qahvaxonalarga o'zlashni azim degan qarorga keldi va xaridorlar bilan to'lgan qahvaxonalardan biriga kirdi. Bir payt u to'satdan birining chilimdan lavildab ko'yayotgan bir tal cho'g'ni ilib otdi-da, cho'g' so'rinning o't to'skiligining ustiga tushdi. Qahvaxonadagilar bo'lsa patparaq bo'lishib o'zini chetkilashmoqda. Aloqazodlik ichida o'rinlardan yetkazishmoqda va to'plashib bu ishni kimning qilganligini surish qilishmoqda edi. Ular bu ishni o'rindiqda o'tirgan bir yoshning qilganligini bilib, uning qarg'onida bu yigit ularga qarab shunday dedi: "Mo'shinchilik kichik bir til cho'g' sizlarni shunchalar cho'shitadigan yerda, agarda sizlarni do'zax o'ti hamma tarafinglardan, ustinglardan, ostinglardan qo'rshib olib qolsa, hamda bu o't sizlarni o'zinglarni chetga ola olmaydigan darajada o'rilib qolsa, qanday qilasizlar? Halbuki bugun sizlar kichikgina bir tal cho'g'dan qochib qutulishga ulgura oldinglar. Navoda qechish imkonsiz bo'lgan jahannam o't ichida qolsanglar, qanday qilasizlar?" U mushkil da'vat yo'li orqali vazn-nasihatni davomlashtirgan siri quloqlar o'tkirlashib, qalblar ichilgan, sezgir a'zolar bu xil ushtin tutilgan signalning ta'sirida texim qattiq sagitlashgan edi. Uning bu vazn-nasihatlari so'rinliklarning qalbiga cho'nqur ta'sir qilganligi uchun kishilar uningdan kim ekanligini, nima xizmat qilganligini va qayerda o'tirganligini so'rashga boshladi. Uning atrofiga to'planib, uning so'ziga astoydillik bilan quloq solishdi. Haqiqatanmi ular qilganlaridan ajr kutmaydigan va qilganlari badaliga o'zi uchun biror foyda tegishini ko'zlamaydigan bu yoshni yoqtirib qilishgan bo'lib, bu yoshning atrofiga to'plashganlar bag'ansir ko'paydi. Shuning bilan ular bu xil yig'ilishlarni tartib qilishga boshladi.
Könsür köpüyotgan bu topqa qahva xanımı tarlıq qilishga boshlagan bo'lib, nihoyat ular bir jamiyat bo'lib shakllanishni qaror qilishdi va bu jamiyatning nomini Musulmon qarindoshlar tashkiloti deb atashga birlikka keldi. Allohdan qo'rqish haqiqatanmi uyquga g'arq bo'lganlarni uyg'otish va g'aflatda qolganlarni sa'gitishdagi kuchli vositalarning biri bo'lib, bu usulni jami payg'ambarlar va sadoqatmand da'vatchilar qo'llangan. Shuning bilan Alloh ular orqali toqoq qalblarni, qarg'u ko'zlarni va gaz quloqlarni ochib o'tgan edi. Amaliyotda qalbni havo havas asir elib olgan va qalbni dunyo sevgisi egilib olgan kishilar uchun bu bir shifoliq to'g'ridir. Mana bu qalbni Alloh tarafga yuzlantirmoqchi bo'lganlar uchun haqiqiy boshlanishdir. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Qo'rqqan kishi kechining avvalida mangadi. Kechining avvalida mangan odam manzilga yetib boradi. Agah bo'linglar, Alloh taolaning mollari bebahodir. Bilinglarki, Alloh taolaning mili jannatdan iboratdir. İmam Tirmizi rivoyat qilgan. İbrahim ibn Shayban bunday deydi: Qalbni Allohdan qo'rqish tuyg'usi egilgan vaqtda qalbdagi shahvat o'rinlarining hammasi kuyib kul bo'ladi-da, uningdan dunyo qizg'inlik chiqarib tashlanadi va tilmu dunyoni zikr qilishdan to'xtaydi. Zunnun Misri bunday deydi: İnsanlardan Allohdan qo'rqish tuyg'usi ko'tarilib ketmaganlar bo'lsa, ular to'g'ri yo'l ustidadir. Navada ulardan Allohdan qo'rqish tuyg'usi ko'tarilib ketgandek bo'lsa, ularning haq yo'ldan azonishi. Allohdan qo'rqish qandoq ahamiyatli bo'lmasin? Vaholanki Alloh taolo o'zining payg'ambarlari va avliyolarini ana shu sifatlar bilan madilab mundoq degan tursa, bular yaxshi ishlarni qilishga aldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Enbiya surasi 90-oyat. Alloh taolo bunday deydi: Ular Allohning xishaqrabalariga sizlarga im qilishdan iborat amrini bajarga keltirdi. Allohdan qo'rqidi. Qattiq hisob ilinishdan qo'rqidi. Ra'd surasi 21-oyat. Alloh taolo farishtalarning o'zidan qo'rqadiganligini tilga olib bunday deydi: Ular farishtalar Allohning ayvisidan titrab turadi. Enbiya surasi 28-oyat. Shunda Qur'on Karim yana kafirlarning Allohdan g'ofil yurganligini ayblab bunday deydi: Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Nuh surasi 10-oyat. Shubhasizki, Adam alayhissalomning o'g'lini o'z qarindoshi o'ldirmoqchi bo'lganida to'sib qolgan narsami uning Allohdan qo'rqish tuyg'usi edi. Agar sen meni o'ldirish qo'lingni so'zadigan bo'lsang, men seni o'ldirish qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman. Maida surasi 28-oyat. Bani İsrail qavmidan bo'lgan 2 nafar kishining o'z qavmini zolimlarga qarshi turish va ular bilan urush qilish uchun shahar darvozasidan hujum qilib kelishga qiziqtirishga turtki bo'lgan narsami, o'xshashli ularga Allohdan qo'rqish tuyg'usi edi. Allohdan qo'rqishlardan bo'lgan, Allohning iymon taatidan iborat ne'matiga erishgan 2 odam, ya'ni Kalib ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar, dedi. Maida surasi 23-oyat. Talib bilan birlikda azlı bir top kishilarning urushda subatlik kelishga turtki bo'lgan narsami Allohdan qo'rqish tuyg'usi bo'lib, bu Jalut va uning qo'shinining mag'lubiyati bo'lgan edi. Talibning tabalaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qilganlar Allohning irodasi bilan az jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi, dedi. Alloh chidamliq ko'rsatkichlar bilan birdir. Baqara surasi 249-oyat. Shundaqla bandalarning amallari bedeliga hech bir dunyolik mukofot yoki rahmat tashakkur kutmasdan qilganlarni Alloh uchun xolis qilishiga yedekchi bo'lgan narsami Allohdan qo'rqish tuyg'usi bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Ular aytadi: Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning bedeliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhasizki, biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan og'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. İnsan surasi 10-oyat. Shuningdek, Allohdan qo'rqish tuyg'usi yana temkinlik bilan ish qilg'uchi avlodlarning muhim aloyiqlaridan biri bo'lib, Alloh bunday deydi:
Kafirlar payg'ambarlarga sizlarni zamindan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim aloq qilamiz. Ularni aloq qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu ya'ni g'alba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. İbrahim suresi 13-14 oyatlar. Bu Allah Taala'nın bizga qilgan tavsiyalardan biri. Shundaqla qiyomat kunidagi nejotlik yo'lidir. Allah Taala mundaq deydi: Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. İbrahim suresi 13-14 oyatlar. Allahqa va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishguchilardir. Nur surasi 25-oyat. Shundaqla bu xislat yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganidek hikmatning muqaddimasi bo'lib, uzat mundaq deydi. Uzat mundaq deydi: Oxirat uzuqining yaxshisi taqvolikdir. Allohdan qo'rqish hikmatning muqaddimasidir. Şübhəsizki, Qur'an-ı Kerim Allah'ın dinine qarşı turğuşlarının köpünçilərinin əməli əhvalının onlarının özləri görgən birər möcüzə səbəblik və ya ki, onlarını qanaat girişdirən birər paki səbəblik olmasın, bəlkə onlarının ahirətdən qorxmasıq ikənligini bayan qılıb mundaq deydi. Yoq, yəni ular mundaq təmədin yansın, bəlkə ular ahirətdən qorxmaydı. Müddəssir suresi 53. ayet. Çünki ular haqiqatda oxiratdan qo'rqsaydi, tövəndikilik talablarni qo'ymagan bo'ladi. Ular nimishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi. Go'yo ular yo'lvasdan qochgan yavoyi eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhissalomni ko'rganda, uningdan xuddi yo'lvasni ko'rib qochgan yavo eshaklardek qochidi. Balki ulardan har kishi o'ziga ochiq saytlarni bilishni xohlaydi. Yani ular Allah'ın Muhammed aleyhisselamı nazil kılınған kitabıdek kitap nazil kılınışını təmək qılıdı. Yoq, yani ular mundaq təmədi yansın, belki ular ahiretten qorxmaydı. Müddəssir suresi 49. ayetdən 53. ayetkice. Allah'tan qorxuş itaatning tutmaqsıdır. Allah Taala mundaq deydi: Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allah'ın dərgahida eng hurmatli hesablanasizlar. Hucurat suresi 13. ayet. Demek, bendilerinin Allah'ta yiraklışı yoki yaqinlashishini ularning qalblaridagi taqvolikning qanchalikligi belgilaydi. Shuning uchun itoatning tut nishoni taqvolikni va Allohdan qo'rqishni kuchaytirishdan iborat. Alloh taolo mundaq deydi: Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Bakara suresi 21. ayet. Şunun için bendeler ibadetlerinin kalplerine tesir kıldığın revişte ada kılış gerek. Allah Teala mundaq deydi: Allah'a kurbanlıklarının göçleri ve kalları itip vermeydi. Allah'a itidığını fakat sizlerinin takvadarlıklarıdır. Həcc suresi 37. ayet. Demek, həcdə qan qılışki məqsəd takvalıqның küçəyişdir. Halbuki yuqoridagi boshqa amal ibadetlarni tutmasatmi Allohdan qo'rqishni qo'lga keltirishdir. Alloh taolo ro'za haqida mundaq deydi: Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga ham Ramazon ro'zasi farz qilindi. Baqara surasi 183. oyat. Qur'on tilovat haqida mundaq deydi: Parvardigorining dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufrdan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qiluvchi yo'qdir. An'am surasi 51. oyat. Sajda haqida mundaq deydi: Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texin tazarru qiladi. Bani İsrail suresi 109. ayet. Demek ki takvalık ibadetlerini tutmaksatdır. Takvalık ibadetlerdeki tutmaksatdır. Allah Teala mundaq deydi: En yaxşı zat rahile takvadarlıktır. Bakara suresi 197. ayet.
Anju taqvoliq soyasida qalblarni kontrol qilish va qalblarni Allohning amr farmonlariga itoat ettirish osonga to'xtaydi. Alloh taolo bu vaqtda bunday degan: Buning bilan ishinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Baqara surasi 232-oyat. Allohdan qo'rqish barliq yaxshilikning manbasi. Abu Sulaymon bunday deydi: Dunyodagi va oxiratdagi jami yaxshilikning manbasi Allohdan qo'rqishdir. Ahmad ibn Asim Antaki bunday deydi: Allohdan qo'rqish tuyg'usining tuvan bo'lishi qalbda g'am andishning ozliqidan bo'ladi. G'am andishi ozdigan sari qalbni xuddi uy xaroblashganda xarob bo'lib tugaydi. Agarda qalb xotirjamlik erishmaydi ekan, uning vayron bo'lgani bo'lgan. İmam Malik aytadi: G'am andisha solih amallarning buxlandiruvchisidir. İbrahim at-Taymi aytadi: Qalbida g'am andisi yo'q kishi jannat ahli bo'la olmasligidan ansirishi zarur. Chunki jannat ahlining shundoq aytadiganlik xabar berilgan. Jimi hamdu sana bizdan g'am qayg'uni ko'tkazayotgan Allohga mansubdir. Fatir surasi 34-oyat. Shundaqla qalbida Allohdan qo'rqish tuyg'usi bo'lmagan kishilarning o'zining jannat ahlidan bo'la olmasligidan ansirish lozimdir. Chunki jannat ahlining shundoq deydiganlik xabar qilingan. Biz haqiqatan dunyodagi chaqda oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. Tur surasi 26-oyat. Allohdan qo'rqishlarning ahvolidan namunalar. Shubhasizki, Allohdan qo'rqish payg'ambarlar va solih kishilarning simolaridandir. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Haqiqatan men sizlar ko'ra olmaydigan narsalarni ko'raman va sizlar anglay olmaydigan narsalarni anglayman. Osmon g'achirlab ketdi. U g'achirlashga loyiq. Har 4 barmoqchilik o'rinda bir farishta peshonasini yerga qo'yib, Alloh taologa sajda qilib turdi. Alloh taolo bilan qasamki, men bilganni siz bilgan bo'lsanglar, oz kulib ko'p yig'laytdinglar va to'shaklaringlarda ayollaringlar bilan huzurlanmaytdinglar. Allah Taalaga la'nat qilib faryod chekib ko'chalarga chiqib ketgan bo'lardinglar. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Hud, Voqea, Mursalat, Naba va Hujurat suralari chechimni oqartib o'tdi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Abdullah ibn Shuhayr bin Avf radhiyallohu anhu bunday deydi: Men Rasulullohning namoz o'qiyotganini ko'rdim. Uning ko'ksida ichida tugman ovozidek yig'i ovozi bor edi. Imom Abu Davud rivoyat qilgan. Bir kuni payg'ambar alayhissalom hamrohlari bilan dafn qilinayotgan bir kishining qabrisi oldida o'tib ketib boradi. To'satdan Rasululloh dafn qilinayotganlar taraf oldirab bordi. Ondan eliq kishining qabrisi tarafga yuzlanib o'tib, ko'zlaridan taramlab yoshlar qo'yildi va bunday dedi: Qarindoshlar, mana mushundoq kun uchun tayyorlik qilinglar. Imom Abu Davud rivoyat qilgan. Payg'ambarlar otasi Ibrohim alayhissalom haqida Qur'on Karimda bunday deyiladi: Ibrohim haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p ah chekkichi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qiluvchi zotdir. Hud surasi 75-oyat. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi: Sahabelarning ahvoli to'g'riliq o'ylangan kishi ularning amallarini Allohdan g'oyat qo'rqqan holda qilganligini, o'zining nihoyat xatolik ichida, shundaqla to'liq misal qarash va bexaromilik ichida amal qilganligini his qila oladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunday degan ekan: Men o'zimning mu'minning biqinidagi bir tal tik bo'lib qilishimni yaxshi ko'rib qoldim. U yana o'zining tilini tutib turib, hamma qilg'uliqni qilganmi shu deganligini rivoyat qildi. U zot ko'p yig'laydi va yig'lamsanglar aman bir kun yig'lab qolsizlar deb tanbih berdi. Qatada radhiyallohu anhu aytdi: Menga Abu Bakrning bunday deganligi xabar yetdi. Kashki hasharotlar yeb manfaatlangan ko'ktat bo'lib qolsamchi? Umar radhiyallohu anhu Tur surasini o'qitib, Parvardigoringning azobi cho'qim yuz bergisidir degan oyat kelganda shu qadar qattiq xilof ketgan ediki, yig'idan kasal bo'lib qolgan va o'rin tutib yetib qolgan. U zot sakratda yotganida o'g'liga: "Sendan iltimos qilay, yuzimni tuproq tarafga yetkazib dafn qilgin. Balkim Alloh mening bu olimdan menga rahim qilib qolsa ajab emas" degan edi va agar Xudo menga mag'firat qilmay qolsa, olimga voy deb 3 qatim takrorlab jon uzgan edi.
U zat kechaları Qur'on o'qisa, kishini ansirtib qo'yadi. Hujrasidan kunlab sirtqa chiqmaganlik uchun boshqalar u zatni og'rib qolgan chig'i deb qoladi. U zatning yuzida yig'lashdan qilib qolgan ikki qora siziqning izi bor bo'lib, Ibn Abbos radhiyallohu anhu u zatga Alloh sil orqali shaylarni ichib berdi va nurg'un amallarni sil orqali fath qilib berdi. Yana nurg'ulg'an xayrli ishlarni silni orqali amalga oshirib berdi deb tasalli berganda u zot shunday javob bergan: "Men hech ajr bo'lmasam mayli, gunohkor bo'lib qolmasam, Allohning azobidan aman qolsam deb umid qilaman." Osman ibn Affan radhiyallohu anhu bir qabr ustida turib qolsa, yig'lab soqollari o'l bo'lib ketdi va mundaq deydi: "Navada men jannat bilan do'zax orasida turib qolib, jannatga buyurilamdim yoki do'zaxga bilmaydigan ahvolda qolsam, u ikkisining qaysi buyurilganligini bilishdan avval kuyib, kulga aylanib ketishni ixtiyor qilgan bo'lar edim." Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq degan edi: "Qiyomat eng ansiraydiganim menga, ey Abu Darda, sen bilding, undaqda bilganlaringga qanchalik amal qilding?" deb savol qo'yilishidir. U zot yana mundaq deydi: "Agar sizlar o'limdan keyin o'zinglar yo'l qo'ygan ishlarni bilgan bo'lsanglar, bundaq ishtaha bilan tomoq yemagan, huzurlanib bir narsa ichmagan, sagi deb uylaringlarga kirib olmagan bo'lardinglar. Balki sayliqqa chiqib yurkinglarga mushlagan, halinglarga ichinib yig'ilgan bo'lardinglar. Hamda chirmishib ketgan daraxtga aylansam, yeyilib tugusamchu kashki degan bo'lardinglar." Tamimud Dari bir kechida Sura Jasiyani o'qidi. U Alloh taolaning yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilmishimizni, hayotlikqa, mamatlikqa ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Sura Jasiya 21-oyat. degan oyat kelganda takrar o'qidi va tong otqicha yig'lab chiqqan edi. Bir kishi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning huzurida "Men jannat ahlidan bo'lish va Allohga eng yaqin kishilar qatoridan bo'lishni to'g'ri yaxshi ko'raman" dedi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu u kishiga "Sen undaq deganing bilan bu yerda o'lib ketib qaytarilmaslikni orzu qilganlarim bor" deb javob bergan edi. U bu so'zidan o'zini demoqchi edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kasal bo'lib qilib yig'lab edi. Bir kishi uningdan "Ey Abu Hurayra, seni buncha yig'latgan narsa nima?" deb so'radi. Abu Hurayra aytdi: "Men sizlar yashayotgan bu dunyo uchun yig'lamayapman, balki bu dunyodan safar qilib ketganimdan keyingi ishlar uchun va oxirat uchun tayyorlagan hozirligimning ozliq sababli jannat va do'zax ustida to'xtalib qo'yilsam va meni qaysi yo'lga solib qo'yishini bilolmasam, ahvolim nima bo'lib ketar deb yig'layapman." Ömer ibn Abdülaziz radhiyallohu anhuning ayoli Fatima bint Abdülmelik Mughira ibn Hakimga mundaq deydi: "Ey Mughira, balkim kishilar ichida Ömer ibn Abdülazizdan ko'p namoz o'qiydigan va ko'p ro'za tutganlar bo'lishi mumkin. Ammo uningdan bakrak Rabbidan qo'rqadigan birini ko'rmadim. Navoda u xubdan namoz o'qirsa, namozdan keyin masjidda o'tiradi-da, qo'lini duo ko'taradi. Duoda to'xtamay yig'lab chiqqachqa ko'zlari yumilib ketadi va o'ziga kelib oladi. Ondan yana qo'lini ko'targan holda yig'lab duo qiladi va ko'zlari yumilib ketib, yana o'ziga kelib oladi. Bir kuni Ömer ibn Abdülaziz yig'lab tashladi. Buni ko'rib ayoli Fatima ham yig'lab etdi. Shuning bilan o'yildiki hammaylar ko'z yosh qildi. Albuki o'yildikilar Ömerning va uning ayolining nimaga yig'layotganligini bilmaydi. Hammaylar o'ziga kelgandan keyin Fatima Ömer ibn Abdülazizdan so'radi: "Ey mo'minlarning amri, atam sizlarga fido bo'lsin. Aytdilar, nima sababdan yig'ladilar?" Ömer ibn Abdülaziz aytdi: "Ey Fatima, men kishilarning Alloh huzurida turgan holatini esladim. Ularning bir bo'ligi jannat tarafda, yana bir bo'ligi do'zax tarafda edi" dedi va ahvorgan peti o'shidan ketdi. Ma'ruzi aytdi: Imom Ahmad ibn Hanbal navoda o'limni eslab qolsa, bo'g'ilib ketadi va mundaq deydi: "Qo'rqish meni tamoq yeyishdan va suv ichishdan to'sib qo'yadi. Har qatim o'limni eslaganimda butun dunyo menga azilmas tuyuldi. Dunyoda bir kun yesang, bir kun yemabdiq. Bir kun kiysak, bir kun kiymabdiq. Halbuki dunyodagi bu kunlar to'lim oz kunlardir. Faqirlikqa hech narsa bo'lmaydi.
Navadi men bulardan hiç birini esletmeydigan birer yol barlığını bilsem, çokum şu yolda meniş üçün çıkıp ketken bulatdım. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm. 1. bab Allah'tan korkuş. 100. bet. Allah'tan demiş korkumuz. Bazılar yuqorida tilga ilingan salaf salihlar şuncha taqvodor ve salih kishilar turuqliq nimishqa buncha qo'rqudi deb savol qo'yishi mumkin. Amaliyotda Allohdan qo'rqishning nurg'un sabablari va turli shakllari bor. Biz bu vaqtda izchil fikr yuritishimiz kerak. Shundala bizmo Allohdan qo'rqadigan va o'zimizning oqibatidan andishlanadigan holatga kela olamiz. Allohdan qo'rqish sabab bo'ladigan ishlar. 1. Üçtün tut hatalıklarının babalığı qilishdan ansirash. Allah Taala bizni yaratib qalmay, bizni özünü cemi maxluqlardan fazilatda ortiq va hurmatli qildi. Shak shubhasizki, biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni qo'riqlikda ulug'larga mindirdik. Dengizda kiyimlarga chiqardik. Bani İsrail surasi 70-oyat. Adam atamızga periştelerini secde kıldırdı. İblis secdeden başta atqanda bolsa, onu rahmetinden qug'ladi. Bizni en güzel şekilde yaratib qalmay, bizga hayatning turli yo'llarini qulaylaştırib berdi va bizga kuzatchilarni qo'ydi. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turuvchi periştler bor. Infitar surasi 10-oyat. Shundaqla rizqimizni kapolatga ega qilish bilan birga osmon zamindagi quyosh, ay, tağ, derya, deniz, hayvanat, dal-daraxt va kan madanlari bo'lib, hammasini bizning manfaatimizga bo'ysundirib berdi. Osmonda sizlarning rizqinglar bor, sizlarga va'da qilingan savob bor. Zariyat surasi 22-oyat. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasini kamoli fazlidan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilahiyni tafakkur qiladigan qavm uchun Allah'ның qudrati ve birlikini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. Jasiya surasi 13-oyat. Allah'ның bizga ato qilgan ne'matlari shu qadar ko'pki, ular sanab tugatkisizdir. Agar Allah'ның sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini elib bo'la olmaysizlar. Nahl surasi 18-oyat. Undaqda yuqoriqlar zodi nima uchun? Acaba Allah Taala bizni hech bir g'oyasiz ve nişansız bihuda yaratishi aqlga uyg'unmi? Acaba biz bu dunyoga o'yin tomosha uchun va yashab orqada o'libli tugash uchun yaratilganmi? Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek hech qanday savobni bermaydigan, jazoni bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargomimizga qaytarilmaymiz deb o'ylamsizlar? Mü'minun suresi 115-oyat. Acayip körkeme bepayan osmon, zemin ve onundaki türlük nimetler acaba bularning hammasinin sebepsiz yaratılıb qalanmı? Osmonlarni, zeminni ve ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekor yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik, lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Duhan suresi 38-39-oyatlar. İnsan özünün yemeklikleriga ibret nazari bilan qarasin. Ebese suresi 24-oyat. Shundaq inson taomdagi ajoyibliklarga, shu taomni hozirlag'uchilik bo'lgan orliqdagi tartiblangan murakkab jarayonlarga nazar solsin va bu vaqtda tafakkur yurgizsin. İnson o'zining tan qurilishiga va uningdagi ajoyib o'zgarishliklarga nazar solsin. U o'zining yuragiga ve kanның her bir hücrenin öz vazifasini to'xtamay ado qilish uchun yuklangan oksigenni tanning jimi qismiga qanday yetkazib berayotganligiga qarasin. Chunki qon aylanishi to'xtab qolsa, hayotlikmi tang to'xtaydi. Inson aqlga va uningdagi idrok, tafakkur va qaror chiqish iqtidorlariga nazar solsin. Inson yana ko'zga, uningdagi o'zgachilikka qarasin va qanday ko'rayotganligi, qanday anglayotganligi, qanday so'zlayotganligi, hatto puraqlarni qanday puravatqanligi va puraqlar orasini qanday ayirayotganligi to'g'risida o'ziga savol qo'yib baqsin. İnsan immuniyet kuchining
o'zini kasaldan qanday himoya qilayotganligiga nazar solsin. Allah bu kadar inchga va bu puxta yaratgan tanning har qaysi qurilmalariga nazar solsin. Endi u yuqorqilarning hammasi qayta nazar ag'dirib ko'rsin. Zamanda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatgan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Zariyat surasi 21-oyat. U yana koinot atrofidagi shaylarga, osmondan yog'ayotgan yomg'irga qarab boqsin. Agar yomg'ir bo'lmaganda edi, zamin yuzida hayotlik mavjud bo'la olmaydi. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Enbiya surasi 30-oyat. U yana inson, quyoshga, oyga va u ikkisining sistemik davra qilishga nazar solsin. Kun bilan oy o'z burishlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. Rahman surasi 5-oyat. Hammasi belgilik inson ishida davr qiladigan bo'lib, Alloh taolo mundaq deydi. Kunning oyga yetishib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini olishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turadi. Yasin surasi 40-oyat. Nima uchun quyosh sharqdan kechikmay chiqadi? Nima uchun qishdan burun yoz keladi? Va nima uchun kunduz qorong'ulik bilan pardalanganda kechining qorong'ulik uzunga bormaydi? Inson mana bularga qarasin. Aramizdan har qanday biri yuqorqilarning hammasiga va yuqorqilardan boshqa sanab tugatkisiz ne'matlarga qarab o'tgandan keyin buni savolga javob berib baqsa bo'ladi. Ey insonlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allohdan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratuvchi bormi? Allohdan boshqa hech ma'bud yo'qdir. Allohning ibodatidan qandoqmi boshlayapsizlar? Luqman surasi 11-oyat. Demak, Alloh hammani yaratgan va rizq bergan Allohdir. Mana bular Allohning yaratgan maxluqotlaridir. Menga ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zot nimalarni yaratdi? Luqman surasi 11-oyat. Alloh bizni nima uchun yaratdi? Yuqorqilarni nima uchun tayyorlab berdi? Uning bizga har narsani bo'ysundirib berish va har xil yashash omillarini qulaylashtirish orqali bizdan nimalarni kutadi? Alloh taolo buning javobini bayon qilib, bunday deydi: Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdi. Zariyat surasi 56-oyat. Demak, bizni yaratishdagi buyuk maqsad o'z irodamiz va ixtiyorligimiz bilan Allohga ibodat qilishdir. Mana bu osmon zamin va tog'lar o'z ustiga ilishdan qo'rqqan omonatdir. Uni inson o'z ustiga olgan. Alloh taolo bu ahdini hammamizdan tangni olgan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni neslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlari guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigor ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik, dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari uchundir. A'rof surasi 172-oyat. Alloh taolo yana har bir tug'ilgan buvoqning sap iniga Allohning birligiga bo'lgan zo'r moyilligini bekitgan zotdir. Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratdi. Rum surasi 30-oyat. Alloh taolo yana butun koinotni o'zining mavjudligiga dalil qilib mundaq deydi: Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turganligi sening rostligining dalili bo'lishga ular kifoya emasmi? Fussilat surasi 53-oyat. Alloh taolo yana insonlarni vazn-nasihat olsin deb yuqorqi g'oya asosida payg'ambarlarni avatdi va kitoblarni nozil qildi. Olamlarning Parvardigori bo'lgan Allohga nimishga gumon qilsizlar? Saffat surasi 87-oyat. Ey inson, siz
Allah'ta yiroqlashib ketgan, ibodat qilishni tark etgan va sizdan talab qilinmagan ishlar bilan o'zingizni mashg'ul qilayotgan musha holingizda Allah haqida yana qanday o'ylayapsiz? Sizni shuncha ne'matlaridan bahralandirganiga hech bir itoat va tashakkur bildirmasangiz, acaba uning sizni jazoga duchor qilishini ansirmadingizmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Qiyomatda bandadan uningga ato qilingan ne'matlar haqida tunji so'ralgan savollar munolar bo'ladi. Biz teningni sog'lom qilmadikmi? Seni muzdek suv bilan sug'armadikmi? İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Bu yerdagi masala oddiy emas. Qur'on Karimning bu vaqtdagi bayonlarini anglaydigan bo'lsak, qattiq yig'i tutadi. Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar masxir qilib bu Qur'ondan ajablanamsizlar, uni anglagan chaqda kulamsizlar, yig'lamamsizlar. Sot surasi 67-68 oyatlar. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Navada bir odam o'zining tug'ilgan kunidan taki Allah razı qilishing qirib o'lgunga qadar Allohning o'ziga ato qilgan ne'matlarni ko'z oldiga keltirgan edi, qiyomat kunida holidan ansirgan bo'ladi. Imom Tirmizi rivoyat qilgan. Qani, aramizda kim shunday qila oladi? Payg'ambar alayhissalom yana mundaq deydi: Agar Alloh osmon va zamin ahlini azoblashni iroda qilsa, azoblayveradi. Valanki Alloh taolo zolim emasdir. İmam Ahmad rivoyat qilgan. Bizning koinotda mavjud bo'lib turishimizga tubki maqsad Allohga ibodat qilish va uning dinini gullantirishdir. Alloh sizlarga dindan Nuh tavsiya qilgan narsani, sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tafriqchilik qilmanglar. Shura surasi 10-oyat. Demak, navoda biz Allohga ibodat qilishdan yuz o'rib, ona itoat qilishni tark etadiganmiz, u chaqda azob bizga haq bo'lg'usi. Agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Sizlar payg'ambar elib kelganini inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutula olmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Furqon surasi 77-oyat. Ondaqda bizning Allohga va uning ne'matlariga loyiqli shukr aytmay, bandalik majburiyatimizni o'rindamay turib, uning azobidan amin bo'lishimiz naqadar xatarli ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mejdi Ilalining Avval iman nomli kitobi huzuringizda. 2-bölüm. 1-bab Allohdan qo'rqish. 105-bet. 2. Allohdan ayminish. Allah Taala Nuh alayhissalomning tilidan bayon qilib mundaq deydi: Sizlar nima uchun Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Nuh surasi 10-oyat. Banda Rabbiga qancha yaqinlashsa, sim va sifatlari kamolini qancha yaxshi bilsa, uning nazaridagi Allohning haybati, ulug'ligi va qo'rqishimi shuncha kuchaydi. Chunki kunlarni insonlar orasida aylantirib turuvchi zot Allohdir. Padişahlıqның egisi bo'lgan ey Allah, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Ali İmran surasi 26-oyat. Allah Taala saltanatni yutkab turuvchi, biridan saltanatni olsa, o'rniga yana birini tikligichi zotdir. Onun dergahına amellerini öğretkiçi, huzuridan rahmet elip düşkiçi ve emir fermanlarını onun iradesi boyunca yürgüzgüçi perestlileri var. O, xalıgan iş, xalıgan vakitte, xalıgan şekilde azmı emes, kemme emes, ilgirme emes, kiyinme emes buludu. Onun asmanlardaki planetlardaki, zemin ve zemin üstüdeki, denizlerdeki, havadaki ve alemnin cemi kısımlarındaki, hatta zerrelerdeki çıkargan emir fermanı ve hükmü icra buludu. Allah, yani şularının hemmisini xalıgança almıştırılgan, xalıgança başkurulgan ve xalıgança peyda kılılgan zattır. Allah, asmandan zamangacha bulgan işlerini idare kılıp durudu. Andın o işler uzunluğu, sizler sanayotgan 1000 yildek keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. Secde surasi 5-oyat.
Osmon zimindagi, dengizning eng chunqur qatlamlaridagi va tog'larning ichki qatlamlaridagi zarra chog'liq narsa uning ilmining sirtida qolmaydi. Alloh taolo bunday deydi: G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan biror narsa yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli o'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozilgandir. An'am surasi 59-oyat. İbn Qayyim rahimehullah aytadi: Allah kainatdagi oshkora va yoshirin ishlarni to'liq bilib turuvchidir. Shundaqla Alloh taolo ayati nima bo'lganligini bo'lgan ishlarni va shu an bo'layotgan ishlarning hammini bilguchidir. Alloh taolo yana bo'lmagan ishlarni va bo'lish mumkinchiligi bor ishlarning qanday bo'lganligini bilguchidir. U her şeyini ve her şeyinin sanını mükemmel bilgiçi hem de rahmeti ve hikmeti her şeyini ölçüge algıçı, ihtiyaçlarının türlük buluşa qaramay, oxşamagan tillardaki sözlerden çıkan cimi avazlara kadar hemmini arlaştırıp etmezden ve birbirine oxşatıp kalmazdan toluk anlıgıçı, ihtiyacının her xil buluşa qaramay, oxşamagan tillardaki barlıq tavışlarını anlıgıçıdır. Birini anlasa yeni biri onun anlışından çatı kalmaydı. Meselelerinin köp buluşu onu azdıralmaydı. Ve hacetmellerinin dert paydakları onu ziyektirip koymaydı. Onun dergahida aşkara söz bilen yüşürün söz arasında farkı yoktur. Aşkara sözlengenlerini anılganda yüşürün sözlengenlerinin sözleri onun anlaşılığını çetti kalmaydı. Allah Teala mındak deydi: Sizler sözünlerini mehbi kılınlar, ya ki aşkara kılınlar, Allah aman onu bilip durdu. Allah hakikaten dillardaki sırlarını bilgüçüdür. Mülk suresi 13. ayet. Allah İbn Qayyim'e rahmet kılsın. O mundaktaydı: Allah kainattaki aşkara ve yuşurunni hem de kainattan çıkan her bir tavışını şu aman anlap turguçu, körüp turguçu zattır. Aşkaralık ve yuşuruluk onun için bari birdir. Onun anlaşı şu kadar ki Irak ve yakındaki hiçbir nerse onunla mehbi kalmaydı. Allah şeylerini mükemmel kurduğun bulup qarang'u kechki qarang'u chumulning o'mlayotganini ko'ralaydi. U chumulning yerilishi, barliq kelishi, a'zolari va harakatlaridan tortib hammasini ko'rib turibsidir. Endi uning ko'rishidan qarang'u kechidagi pashining qontinimi chetdi qilgan emasdir. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turdi. G'ofir surasi 19-oyat. Agarda osmon va zamin ahli, uning avvalgi va oxirgi barliq maxluqlari, insonlar va jinlar bir maqsadda ona qarshi birlashgan taqdirdami, bu uning saltanatini hech narsani ziyorat qila olmaydi. Shundaqla osmon va zamin ahli, avvalgi va oxirgi barliq maxluqotlari, inson va jinlar birlashgan taqdirdami, bu uning saltanatini hech narsani kamaytirolmaydi. Oshkora va yoshirin barcha narsaning ustida Alloh bordir. Allah her narsaning avvalidir. Allah her narsaning oxiridir. Osmon zamin hiçbiri onun ilminin sirtida emas. Her narsa uningdan maxfiy qolmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Allah'ның istidosi yo'qdir, intihosi yo'qdir. Allah oshkoradir. Ya'ni mavjudligini ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga oshkoradir. Maxfiydir. Ya'ni uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uning zotining mohiyatini tanishga aqllar erisholmaydi. Allah her narsani bilguchidir. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan o'ziga loyiq ravishda arishga istavo qildi. Allah zaminga kirib ketadigan narsalarni, zamindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlaydigan narsalarni bilib turdi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga. Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turuvchidir. Hadid suresi 3-4 ayetler. Onundan başka her şey yo'qoladi. Uning padişahligidan başka her qandaq padişahlik yo'qoladi. Uning fazlidan başka her qandaq merhamet vaqtliqdir. Faqat Allah'ның izni ve rahmeti bilan itoat qilinadi. Uning ilmi ve hikmetsiz asilik ko'z bermaydi. Itoat qilganlar uning merhametiga nail bo'ladi. Gunoh o'tkazganlarni kechiradi ve mag'firat qiladi. Her qandaq jazolash uning odilligidandir. Her qandaq ne'mat uning merhamet qilganligidandir.
U nefslerini en yakın turup görgüçe, ularını en yakın muhabbet kılgıçe, ulardan hesap algıçe, ularının iş izlerini hatırlıgıçe ve ecellerini kütküçüdür. Allah birer şeyini yaratışını irade kılsa, onunla vücuduk kel, deydi de o derhal vücuduk kelidu. Allah baktır ki, her bir nersinin ilgilik hukuku onun kulududur. Ölgenden keyin onun dergahına kaytırılısılar. Yasin suresi 82-83. ayetler. U eslenişke en aklık, ibadet kılınışka ve medya okuluşka en layık, şükür etilişke en tegişlik, yardım soruşka en münasip, parçalıkta en şefkatlik, en sehi, en akbuçan, en merhametlik, en adil, ilimde en kamil, kudreti çeksiz zattır. Onun mağfireti ulugluqadan, vermegini hikmetidan, ihsanı ve rahmeti dost tutqalıqadandır. Bendilerinin Allah üstüde hiçbir hakkı yoktur. Bundaq buluşumu asla mümkün emas. Onun hiç işi behude emasdır. Azaplısa adaletini yürgüzgüne, nimetlendirse merhamet görsetkenidir. O tolumu sehi ve rahmeti kâm zattır. O hemmedin ulug, hemmedin büyük, hemmedin aziz, hemmedin yüksek, hemmedin alim ve hemmedin hikmetliktir. O hiçbir mahluqdan aciz kelmeydi. Hiç nerse onundan qışıp qutulmaydı. Belki cemi nerse qayerda bo'lishdan qat'iy nazar uning ilkilidir. Uning so'zi rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning barliq sifatlari mahluqotlarning sifatlariga o'xshab qolishdan va o'xshatishdan pokdir. Uning zoti boshqa har qanday shayning zoti o'xshab qolishdan buyukdir. Uning barliq qilmishlari mahluqotlari uchun adil, hikmatlik, rahmat, yaxshilik va marhamatdir. O barliq mükemmellik sifatları ve büyük tariflerinin egisidir. O zat bendilerge özünü tunuşunun nurgu yollarını körsüp koydu. Ularga özünün hakkını körsüp verilgan möcüzelerini keltirdi ve ularga talaylıgan hakikat paketlerini sundu. Ya ki ular yaratqısız yaratılgan mı? Ya ki ular özleri yaratqıcı mı? Ya ki ular asmanlarını ve zeminini yaratkan mı? Belki ular Allah'ın birliğine işenmeydi. Tur suresi 35-36. ayetler. Demek, yuqorqilar Allah'ın azgını bir qism sifatlaridir. Ondaqda bizning ana shu büyük zat haqqida qilishga tegishli majburiyatimiz nima? Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Aytqinki, zemin va uningdagi mahluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allohning dedi. Buningdan pand-nasihat olmamsizlar? Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arishning parvardigori kim? Bular Allah dedi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? İltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allah dedi. Aytqinki, sizlar qandoqmi qaymoqtirlasizlar? Mü'minin suresi 84. ayetten 89. ayetgacha. Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Allah Taala sizlarga ikki putini zimonga kirib turgan, bo'yni arishning ostida tukilgan bir xo'roz haqida so'zlab berishimga ruxsat qildi. Xo'roz harqatim, ey Allah, sen naqadar buyuk deganida, uningga mundaq javob qaytarildi. Mening buyukligimni, mening nomimda yolg'on qasam qilganlar bilolmaydi. Şeyh Albani'nin sahih hadislar toplamida e'lon. Demek, Allah'ın katlılığını ve büyüklüğünü his qilish, onun isim ve sifatlarini bilish, bendide onundan qo'rqish, eyminish ve tabiat duygusu paydo qiladi. Allah Taala mundaq deydi. Osmondagilar ve zemindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar ve jinlar ixtiyoriy ve mecburi yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Atdigan akşamda, ya'ni davomli turda ularning soyillarimi bo'ysunadi. Ayet suresi 15. ayet.